Bu o'zgarish qachondan boshlandi va qanaqa qilib boshlandi? Hammasiga nima sabab bo'ldi? Maktab, o'quv markazi umuman uchalasi 3 xil modelda ishlaydi. Biznesni o'rganib chiqqaningizda marjinalность tomoni o'quv markaziniki bilan taqqoslaganda qanchalik qoniqarli bo'lgan? Birinchi bog'chamiz 6 oy minusda ishlagan. Ya'ni Nimaga birinchi maktab Navoiyda ochilyapti? bog'cha yoki maktab yo'nalishiga o'tasiz, majbursiz. Agar sen o'zing xohlagan bir nuqtadan 30 ta xato qilish uzoqlikda turgan bo'lsang, qanchalik tez o'sha xatoni qilgan bo'larding deyapti. Men 6 milliard ketadi degan joyimda 13 milliard, ya'ni bu Bizga ingredient yetishmayaptiki, bu og'riqli jarayondan rohatlanish uchun. agar mana shu muammolardan kayf qilmaydigan bo'lsangiz, siz tadbirkor bo'la olmaysiz. Qanaqa mindset bo'lishi kerakki, чтобы ham marja bo'lsin, ham davomli o'sish bo'lsin, ham xotirjamlik bo'lsin. Nima uchun brend? Chunki biz aytgan narsamizni bajara olganligimiz uchun. Shaxsiy brendingizni qilinishi, qurilishi, umumiy biznesni rivojiga qanaqa ta'sirlari bo'ldi? Har qanaqa biznes deydi. 4 yil ichida agar tirik qola olsa, bu keyin relsga tushib ketadi. Atrof muhit shakllantirishda nimalarga jiddiy e'tibor qaratasiz? Shuna qimmat mashinani olgan bo'larmidim. Hech kim meni tanimaganda, bilmaganda, menga e'tibor bermaganda, Thompson jangchi degan blogingiz bor ekan. o'rningizda yotavering yoki menga yoqmayapti deb aytmang. U erkak kishining tabiatida bo'lmasligi. Podkastimizni boshlashdan oldin bizni podkastimizni maqsadi bilan qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Men o'ylashim bo'yicha har bir natijani ortida shaxsiyatni o'zgarishi turadi. Bu shaxsiyat o'zgarishi davomidagi bizani yangi cho'qqilarga erishishimizni bizni shaxsiyatimizni brendga, ya'ni ishonchli insonga aylantirish uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Va mana shu o'zgarishlarda to'xtamasdan qancha uzoqqa boradigan bo'lsak, hayotimizdagi natijalardagi o'zgarishlar ham qanchalik har xil, turfa xil bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Va aynan podkastimiz mehmonlari bilan ularning shaxsiyatida bo'lgan o'zgarishlar haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz. Va bu suhbatimizni sizlarni ham shaxsiy hayotiy yoki umuman biznes yo'lida rivojlanishingizda xizmat qiladi deb umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mehmoni Thompson brendi asoschisi Shahzod Bahodirov bo'ladilar. Shahzod aka haqida biz ko'p eshitgan ma'lumot bu ularni birinchi o'quv markaz biznesiga kirib kelganliklaridagi va u biznes boshlanishida qarz bilan boshlangan hikoya edi. Lekin undan ancha vaqt o'tdi. Va meni o'zim bular bilan ancha vaqtdan beri tanish bo'lsam ham, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlari bilan suhbatlardan keyin sezgan shaxsiyatlaridagi va hayotlaridagi 3 ta asosiy yo'nalishdagi o'zgarishlarni ko'rdim, o'rganib chiqdim va bugungi suhbatimizda maksimal mana shu 3 ta qismga to'xtalishni niyat qilganmiz. Birinchisi bu biznes modelining o'zgarishi, ikkinchisi moliyaviy o'zgarishlar, uchinchisi bo'lsa tashqi ko'rinish va xarakterdagi o'zgarishlar. Bugun batafsil podkast davomida sizlar bilan aynan mana shu mavzular doirasida Shahzod akaning fikrlarini va tajribalarini ko'rib chiqamiz. Sizlarga maroqli va yoqimli tomosha tilab qolaman. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor podkast uchun alohida so'rash qolamiz. Rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Oxirgi meni eslay oladiganim birga rasmga tushgandik o'shanda modul 5 tadbiri dedi Inhada. Ancha bo'ldi, adashmasam unga karantindan keyingi davr dedi. 2021-yil edi. Da. Bugun bitta video ko'rib qoldim, aytgancha bugun roppa-rosa karantin e'lon qilinganiga 5 yil bo'lgan ekan. 5 yil dahshat tez o'tdi, keskin o'zgarishlarga boy bo'ldi. Shulardan men eng birinchi ko'rgan o'zgarishlarim o'sha boya aytganimdek biznes modelidagi o'zgarish. Thompsonni biz ko'pchiligimizni o'quv markazlari sifatida bilganmiz va hozirgi vaqtda ta'lim sektoridagi deyarli hamma qismda o'zingizlarning yo'nalishinglar bor, deylik o'sha bog'cha, o'quv markaz, maktab va yaqin orada adashmasam xudo xolisa universitet ham bo'ladi. Bu o'zgarish qachondan boshlandi va qanaqa qilib boshlandi? Hammasiga nima sabab bo'ldi? 2018-yil o'quv markaz yo'nalishidan boshlagan bo'lsak, aynan ta'lim sohasida tadbirkorligimizni 2020-21-yilda taxminan men o'zim endi ko'proq shu analitikaga, raqamlarga qiziqqanligim uchun yangiliklarni ko'rishni boshlaganman. Ya'ni yangiliklarda o'tda qanaqa ma'lumotlar menga qiziq bo'lgan, O'zbekistonda tug'ilishlar soni. Ya'ni O'zbekistonda o'sha tug'ilishlar soni ko'paygan karantinda. Va buni ommaviy axborot vositalari o'sha ko'proq yoritishni boshlagan va endi ta'lim sohasida bo'lganligim uchun aynan shu bog'cha, maktab yo'nalishlari ham bizga bog'liqda. O'shanda xususiy bog'chalarni ko'p ochilayotganligini ko'rganman. Ya'ni xususiy bog'chalarning soni oshyapti. Bu yerda demak o'sha ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston tug'ilishlar soni ortayotganligi haqidagi xabarlar va
davlatimiz tomonidan aynan nodavlat ta'lim muassasalari, bog'cha va maktablarga qilinayotgan katta imtiyozlarni ko'rib, ya'ni shu nuqtalarni bir-biriga bog'lagan holatda men o'ylaganmanki, ya'ni bizani yo'nalishimizni kelajagi baribir bog'cha, maktablar. Chunki bog'cha, maktab o'quv markazidan ko'ra ancha stabilroq, chunki bog'cha, maktabda bolani yoki o'sha sizni mijozingizni LTVsi, ya'ni siz bilan yashash umri uzoqroq bo'ladi deganman va o'shanda adashmasam 2021-yil birinchi marta o'sha bog'cha qilishga qaror qilganmiz. Birinchi bog'chadan boshlangan, to'g'rimi? Birinchi bog'cha qilganmiz. Bog'cha qilganimizdan keyin parallel, ya'ni o'sha Navoiy shahrida, chunki o'sha yerda men o'zim yashaganman. Birinchi xususiy maktabimizdan yo'lda qilganmiz. Ya'ni parallel ikkalasi boshlangan, lekin bog'cha birinchi, keyin maktab yo'nalishiga kirganmiz. Bu 2021-larga to'g'ri keladi. Bog'cha yo'nalishiga kirish deganda уже joy topilingan, remont ishlari boshlanish haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Bu ham bozor o'rganishmi? Qiziq bo'lgan. Birinchi biza endi men baribir kirishdan oldin har xil bog'chalarga borganman va bozorda nima kamchilik bor yoki nima ustunligi bor bog'chalarni shularni o'rganganman. Har xil qimmat bog'chalarga ham borib ko'rganman, arzon bog'chalarga ham borganman. Shaxsan o'zim bu loyiha bilan shug'ullanganman va jamoa yig'ib, o'sha joy olib, o'sha remontlarini boshlab, u yerda ham o'sha odatiy o'sha nima deydi, klassический xato deydimi? Xato qilganmiz, ya'ni o'sha biza mo'ljallagan puldan ko'proq pul ketgan. Chunki siz qanaqa reja qilmang, baribirga ham siz nimalarnidir o'tkazib yuborgan bo'lasiz orada. Masalan, biza o'sha bog'chaga taxminan $70,000 yetadi deb plan qilganmiz, o'sha birinchi bosqichda 80 mingdan ko'p pul ketgan va ikkinchi bosqichda menimcha 100 mingdan oshiqroq birinchi loyihamizni o'ziga bitta bog'chani o'ziga 180 ming pul ketkazganmisiz? Yo'q, 80 ming reja qilganmiz. To есть 70 ming, 80 ming ketgan. Keyin o'sha qilgan xarajatimiz 100 mingdan oshgan. Ya'ni yana 20 ming, tushundim, bo'ldi. 20-25 ming dollar yana ustiga xarajat qilganmiz. Ya'ni boshlang'ich investitsiyadan ko'proq xarajat bo'lgan. Yoki o'sha oddiygina ta'mirlash ishlarida yoki o'sha mebelida, texnikasida, ya'ni borani o'sha binoni o'zini loyihalashda juda ko'plab xatoliklar qilganmiz va uni keyinchalik to'g'rilashga to'g'ri kelgan. Chunki jarayonda moslashtirib olasiz-da baribir. Bu o'quv markazidagi tajribalar bo'lgani bilan bog'chada bu boshqacha ishlaganda, shunda to'g'rimi? Bog'cha, maktab, o'quv markazi umuman uchalasi 3 xil modelda ishlaydi. Bir xil emas, to'g'ri, ta'lim sohasida bo'lganligi uchun. Ko'pchilik bir xil deb o'ylaydi, lekin bu yerda sizni mijozlaringiz ham boshqa. Masalan, o'quv markazida o'quvchini o'zi bo'lsa, bog'chada bu ota-ona, siz ota-ona bilan ishlashingiz kerak. Ya'ni bola, to'g'ri, siz bolaga ta'lim tarbiya berasiz, lekin sizni xaridoringiz kim? U o'quvchi emas, ota-ona. To'g'ri, demak, uni elementar uni marketingi, ya'ni uni sizni mijozingizga qiladigan o'sha reklama yo'llaringiz yoki ular bilan gaplashish, instrument, umuman hammasi boshqacha yoki siz oldin masalan ishlatgan marketing instrumentlar bu yerda o'sha ishlamaydi. Siz ko'proq o'sha ota-onalar ko'radigan platformalarni yoki ularga bir qanaqadir emotsiya beradigan yo'llarni, texnikalarni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Farq qiladi bir-biridan. Bu katta bizga tajriba bo'lgan. O'sha birinchi bog'chamiz 6 oy minusda ishlagan, ya'ni biz tushunmaganmiz. Odatda o'quv markazimiz birinchi oyni o'zidan bizga foydaga kirsa, bu bog'chamizni demak o'sha 6 oy bizda minusda ishlagan. Keyin uni tushunib, qayerda xato qilamiz, nima qilyapmiz, juda stressli paytlar bo'lgan. Ya'ni aynan bu o'zingizni topa olishingizdek. Shuning uchun mana yangi bog'cha qilaman, maktab qilaman deydiganlarga men odatda maslahat beramanki, siz reja qilganingiz bilan, tajribangiz bo'lgani bilan, yangi bog'cha, yangi loyiha bo'lgandan keyin unga ozgina vaqt kerak. Chunki siz baribir hamma narsani bitada tushuna olmaysiz. Baribir xatoliklar, kamchiliklar bo'ladi. O'quv markazi moliyalashtirganda bu 6 oylik davra, to'g'rimi? Yo'q, o'quv markazi emas, u yerda investorimiz bo'lgan. O'sha endi boshida men o'zim boshlaganman va o'sha ko'proq pul ketishini bilganimdan keyin o'sha investorlar bilan ishlashga majbur bo'lganman. Shunaqa holat bo'lgan. O'zi bu biznesni o'rganib chiqqaningizda marjinalность tomoni o'quv markaziniki bilan taqqoslaganda qanchalik qoniqarli bo'lgan? Baribir finansiy tomon o'rganib chiqilinadi-yu. Deylik, o'quv markazidan siz deylik $10,000 pul topadigan bo'lsangiz, shu pulni 500 ta o'quvchi bilan ishlab topsangiz, deylik, xuddi shu pulni siz 100 ta 120 ta bola bilan bog'chada topa olasiz. Yo'q. Ya'ni men nima demoqchiman? Birinchidan bog'chada o'rtacha to'lov, ya'ni sredniy chek o'ta kattaroq. Shuni hisobiga siz demak kamroq odam bilan ishlab, ko'proq odam bilan ishlab topgan pulingizni topasiz. Kamroq odam bilan ishlangani hisobiga rasxod ham kamroq bo'ladi. Endi rasxod kam bo'ladi deya olmayman, chunki ular ertalabdan kechgacha bo'ladi. O'quv markazida
keldi ketdi borku, shuni hisobi ko'proq odam bo'ladi. Hmm, Men nima demoqchiman, bog'chada mana boshida ham aytdim-ku, LTV, ya'ni mijozi siz bilan yashash umri ko'proq. Ya'ni bitta 2 yoshli bola keldi, siz unga yaxshi qarab, ota-onasi bilan yaxshi masalan muloqot ushlab davom etadigan bo'lsangiz, o'sha bola demak o'sha bog'chani bitirguncha, ya'ni 7 yoshgacha siz bilan birga bo'ladi-da, lekin o'quv markazida 5 yil siz bilan o'qiydigan bola yo'qda. Ya'ni o'quv markazida hozir marjasini tushib ketayotgani sababi demak o'sha keldi ketdi juda ham ko'p, ya'ni bu narsa marketing xarajatlaringizga juda katta ta'sir qiladi. Va bu aynan hozirgi holat, ya'ni o'sha masalan blogerlar bilmayman qayerdan narx qo'yib qo'yishgan, u nereal narx deb o'ylayman men, misol uchun ular qilib berayotgan narsasigada. Yoki umuman o'zi qayergadir reklama beraman desangiz ham juda qimmat, ya'ni aynan ijtimoiy sohaga biz uy sotmayapmiz yoki nima deydi, biz savdogar emasmiz, Xitoydan nimadir olib kirdingiz, sotdingizda siz ijtimoiy soha bilan shug'ullanasiz. Lekin reklama narxlari ijtimoiy sohada ham, boshqa yo'nalishda ham ko'pchilikda bu narsa bir xil. Bu xato deb o'ylayman. Nimaga bu bozor qoidasi emasmi? Ya'ni unda imkoniyat bor, deylik bir oyda masalan 15 ta reklama chiqarish mumkin, bu yerdan talabgor 50 ta, pul to'lay olish imkoniyatiga ega bo'lgan 15 ta odam bor. Bu dunyo qarashdan to'g'ri, sizning nuqtai nazaringizdan ular haq, misol uchun, lekin o'zi masalan mana har bitta biznesda yoki har bitta odamning o'zida unfair advantage degan narsa bo'ladi-da, ya'ni adolatsiz ustunlik deydi-da bu narsani. Misol uchun shu adolatli ustunlik bizda yo'q demoqchiman. Chunki bizning ijtimoiy soha demoqchiman. Va ma'lum bir bozorlarda mana to'g'ri boshida bu narsa bizga bilinmagan, ya'ni bozorda o'yinchilar kam bo'lgan yoki unaqa tanilgan brendlar kam bo'lgan, lekin yoki marketingga tikadiganlar. Shunaqada vaqt o'tgani sari baribir raqobat rivojlangani sari men o'ylayman, bugun mana restoran biznesi bilan ta'lim biznesida raqobat juda ham kuchli boshqa sohalarga qaraganda. Bu degani demak raqobat kuchli, sizning mijozlaringiz aqlli va siz masalan oldin deylik biz marketingga bitta mijozni umuman olib kelish uchun $2 pul sarflagan bo'lsak, olib kelib to'lov qildirgungacha jarima. Hozir bu narsa $20. Misol uchun 10 barobar oshgan. 10 barobar farq qilgan, lekin sizni o'rtacha chekingiz 10 barobarga farq qilmagan deb o'ylab qarasangizda. Masalan boshqa narsa deylik ovqatlanish yoki deylik boshqalar to'g'ri farq qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni inflyatsiyani hisobiga, boshqani hisobiga. Chunki bizaniki ta'lim baribir bilsangiz, misol uchun odam qorni to'q bo'lsa, keyin kelib bilim oladi. Ya'ni ovqat birinchi o'rinda turadi, boshpana birinchi o'rinda turadi. Ya'ni o'sha Maslow piramidasi bo'yicha-da xavfsizlik, ovqat, boshpana, kiyim-kechak birinchi o'rinda. Ta'lim bu o'zi baribir ikkinchi o'rinda. Chunki boyagi birinchi qatlamdan pul orttiribgina ajratiladi-da. Tushundingizmi? Va bugungi holatda shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni ta'lim sohasi bu narsa qiyinroq. Shuning uchun ham biz bog'cha maktabga o'tganimizni va men boshqalarga ham tavsiya qiladigan narsaki, sizning o'quv markazingiz bormi, siz ertami kechmi baribir o'sha bog'cha yoki maktab yo'nalishiga o'tasiz, majbursiz. Nimaga? Chunki mana o'quv markazimizdagi biz tendensiyani ham qatdan ko'rdik. O'sha 21-22-yillar juda bizani 5%, 10% o'quvchilarimiz har yili statistika bo'yicha biz ketgan o'quvchilarni hisoblaganimizda xususiy maktabga o'tib ketishni boshladi. Tushundingizmi? Nimaga? Chunki ota-onaga xususiy maktablar qulay. Hozir bolasini alohida matematikaga, alohida ingliz tiliga, alohida robototexnika, alohida shaxmat, alohida sportga 5 ta lokatsiyaga maktabidan keyin uni olib borgan, olib kelgan, o'tda kutgan, misol uchun yoki alohida 5 ta narsaga deylik 700 mingdan 800 mingdan pul to'lasa ham, o'shani o'zi 3 million, 4 million pul bo'lib qoladi. Shuning uchun ham xususiy maktablar berayotgan taklif qulay bo'lib qoldi. Ya'ni ertalab olib borib qo'ydi. O'sha maktab darslari ham, deylik o'sha ingliz tili, matematikasi ham, shaxmati ham, sporti ham va demak xavfsizligi ham shu bolani 5 gacha bo'lgan vaqtda qattaligi aniq. Shuning uchun ham bu tendensiya ota-onalarning ichida kuchayib bordi. Biz deylik shu tendensiyani sal oldinroq ko'rib, demak o'yladikki, yo'q, ertami kechmi baribir biz o'tishimiz kerak. Shuning uchun ham qancha qiyin bo'lmasin, baribir bu yo'nalishga o'tamiz dedik, o'tdik mana. Biz o'tganimizdan keyin sekin-sekin mana boshqalar ham boshladi. Hattoki o'sha nima deydi, o'quv markazi bo'yicha bir top urovindagi bo'lganlar ham mana sekin o'zini nima deydi, bu sohada ham o'tyapti. Nimaga? Chunki ular o'zi bildida, marjinalist o'zi kam klient olib kelish uchun ko'proq xarajat qilish kerak. Yoki boshqacha qilib aytganda, har bitta biznes o'zini gullagan davri bo'ladi. Va undan keyin siz majbursiz baribir
undan keyingi qadamlar nima? Bu biznesimni qaysi modelga ulasam bo'ladi yoki buni qanaqa qilib o'sha diversifikatsiya deydi, misol uchun. Xilma-xilligini oshirsam bo'ladi deydi, shu yo'nalishga o'tishga majbur bo'ladi. Da. To'g'ri, rostdan men boshqa endi mashhur bo'lmagan o'quv markazlari egalari bilan gaplashamanda, siz bilan suhbatdagi yoki sizlarning tajribangizdagi narsa bilan miyada avtomatik solishtirish paydo bo'ladi. Ya'ni nimaga bular bitta ikkita filialdan kengaya olmayapti yoki bitta filialni o'zini plyusga olib chiqa olmayapti o'quv markazi bo'lgan holatda va bu uzoq yillardan buyon. Bu tarafdagi, ya'ni muvaffaqiyatli keyslarni ko'radigan bo'lsak, natijalar boshqacha ko'rsatyapti. Ya'ni ikkita bir xil ish qilayotgan odam bittasi aytishi mumkin, hayot juda go'zal, pul juda ko'p deb, ikkinchisi bu soha umuman bo'lmaydi, kirish kerak emas degandaqa holatni. Ikkalasini mindsetini men ko'rgan vaqtimda bu ishi o'xshamagan taraf ideyani o'ta kuchaytirib olib, yopishib olar ekanda, boshqa narsani qaramas ekan. Shuni hisobidan mavjud imkoniyatlarni ham o'tkazib yuborishar ekan. Chunki men gaplashganimda hali ham o'quv markazi filialini keskin ko'paytirishni o'ylayotgan tadbirkorlar bor-da. Men bu sohada bo'lmasam ham, bilmadim, ana u qanaqa qilib bu ideologiyaga kuchli ishonish mumkin ekan degan menda ham ikkilanish paydo bo'lib qoladi. Juda ham to'g'ri. Endi ko'p holatlarda mana aynan ta'lim yo'nalishidagi tadbirkorlarni ko'rsangiz, ular pedagogika sohasidan chiqqan ko'p. Vot. Zo'r narsani aytdingiz, to'ppa-to'g'ri. Juda ko'p holatlarda mana masalan zo'r o'qituvchi, zo'r o'quv markazi, maktab, bog'cha ocha oladi deb aytolmaysiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki uni bilimi, uni ko'nikmalari u ta'lim yo'nalishidagi aynan o'sha dars berish, ya'ni pedagogikada olingan bo'ladi. Masalan, ko'pchilik menga ham savol beradi, ya'ni siz qayerdan bilasiz, qayerdan o'rgandingiz deydi. Masalan, birinchidan meni o'zimning yo'nalishim, men aytaman, juda to'g'ri qaror qabul qilganman o'shanda. Marketing, biznes boshqaruv yo'nalishida o'qiganman o'zim. To'g'ri, men o'zim meni qaytangi yo'nalishim pedagogika bo'lmagan. Men dars berish yaxshi ko'rganligi uchun dars berganman, lekin o'sha universitetda nima qilganmiz? O'sha marketing, biznes yo'nalishida o'qiganman va undan keyin ham aynan shu birinchi mana deylik o'sha M-faktorga kelib chiqish paytlari, masalan, aynan biznes treninglar bo'lgan paytda bu narsa menga qiziq bo'lgan. Ya'ni men ko'p treninglarga, ko'p ustozlarning yoniga borib, qanaqa bu masshtab bering, nima, qachon kerak bo'ladi bu? Ya'ni bu qilayotgan ishim to'g'rimi, xatomi degan bir savollar bo'lardi. O'shanda borib berilgandi bu savollar. Siz aytganingizdek, kimdir mutlaq yo'q, mana shu g'oya menga bo'ldi, faqat o'quv markazi qilaman, boshqa qilaman desa, ular ham o'zini yo'nalishi to'g'ri, lekin baribir o'sha boshda aytganimda har bitta biznesning o'zini umri bor-da. Ya'ni masalan, deylik 20-30 yil oldin qanaqadir bizneslar bo'lgan, masalan, gullab yashnagan, hozir yo'q. Hattoki deylik mana Abu Saxiy bozorlarimizda odam qolmayapti-da, lekin bozor u necha asrdan buyon bozorli bo'lganda. Sekin mana deylik 21-asrda bu o'zini mohiyatini masalan sekin yo'qotyapti-da. O'sha deylik dastavkalar yoki onlayn marketplace'larning chiqishi bozorlarni yo'qotib yuboryapti. Ta'lim sohasida ham o'zgarishlar juda ham katta bo'lyapti. Qanaqa o'zgarishlar bu? Onlayn обученияларni kirib kelishi. Bu masalan o'qituvchilarning o'zi Instagram orqali, zapiska orqali masalan qanaqadir kurslarni sotishi. Bu bitta biz emas, masalan Rossiya bozorini O'zbekistonga masalan kirib kelishi, o'sha zapiskalari boshqasi yoki boshqa mana davlatlardan kelib turib xususiy xalqaro maktablarni ochilishi yoki O'zbekistonda o'sha tug'ilish sonini ko'rib turib men hayron qolganim, boshqa davlatdan ham investorlar kelib masalan bu yerda qilmoqchi bo'lganligida, ya'ni bu tendensiyalarni baribir ko'rish kerak. Ya'ni men shu sohaga kirdim, bo'ldi, oxirigacha shu sohada qilaman deyish bu qanaqadir ma'noda men bu narsani stagnatsiya deb aytaman. Juda ko'p tadbirkorlar stagnatsiya holatiga tushib qolgan. Ya'ni mutlaq bitta g'oyani to'g'ri deb o'ylaydi va bozor o'zgarishlariga qarab o'zgarishni xohlamaydi. Nimaga xohlamaydi? Aynan bugun shaxsiyat haqida gaplashyapmiz-ku. Nimaga xohlamaydi desangiz agar, bu har doim og'riqli bo'ladi. Masalan, deylik, birinchi marta o'quv markaz ochganim menga qanaqa bosim, stress bergan bo'lsa, shu bog'chani proyektini qilayotganimda xuddi shunaqa bosim, stress sezganman. Yoki o'sha birinchi marta o'sha 1 million dollarlik loyiham deb aytamanman. 13 milliarddan ko'proq o'tda investitsiya kirgizganmiz Navoiydagi maktabimiz. U ham masalan 4-5 marta menga kattaroq bosim bo'lgan, lekin shu bosimda tovlanib o'tganingizdan keyin siz yana kuchliroq bo'lasiz. Mana hozir oldimizda masalan kattaroq loyihalarimiz bor. U loyihalar masalan o'sha boshida boshlagan loyihalarimdan masalan uni bosimi undan ham ko'proqda. Siz har doim bosimda bo'lib yurishingiz kerak. Bu kimgadir bu narsa yoqmaydi. Masalan, chunki nimaga?
uni o'zi mashinasi bor, uni uyi bor, u Obro'si bor. oyiga 5 ming, 10 ming dollar pul topadi yoki o'sha jamiyatda o'zini deylik siz aytganingizdek qanaqadir statusi bor, to'g'rimi? Unga nima kerak? Yana o'zini og'riqqa qo'yib. Ba'zida men to'g'risini aytaman, shu savolni o'zimga ham beraman. Menga nimaga kerak? Misol uchun shuncha Shu narsa so'ramoqchi bor. edim o'zi keyin. Orzumdagi mashina, uy, hamma narsa bor. Nima kerak? Yana oldinga menga Da. intilib degan savolda. Shu narsani agar yengib o'ta olsangiz, ya'ni hayot bu har doim kurashlardan iboratligini va biznes rivojlanmasa pastga qarab ketishini siz tushunsangiz va eng asosiysi aytaman, shu jarayondan rohatlansangiz, siz rivojlana olasiz. Qanaqa bizga ingredient yetishmayaptiki, bu og'riqli jarayondan rohatlanish uchun? Aynan o'sha sohani yaxshi ko'rish. Ya'ni soha deganimda aynan ta'lim yo'nalishi haqida gaplashyapmiz. Pedagog bo'lsa, u haqiqatda dars berishni yaxshi ko'radi. U butun umr dars beradi. U aytmaydi sizga, men butun umr hech narsani bilmaydigan o'sha bolalarga dars beraman deb. U sohasini haqiqatda yaxshi ko'radi. Tadbirkorlik ham xuddi shunaqa. Tadbirkorlikda ham muammolar hech qachon tugamaydi. Bu shu tadbirkorlikni boshlaganingizdan oxirigacha deylik bu tugamaydi, chunki bu hayotda hech narsa mukammal emas va raqobat hisobiga, demak, siz har doim harakatda bo'lishingiz kerak. Ya'ni shu jarayondan rohatlanishingiz kerak. Ya'ni menga bitta ustozim maslahat berganlar, o'sha birinchi filialimni ochayotgan paytimda, o'sha Oybekda ikkilanganman rosa. Menga nima kerak? O'shanda ham o'ylagan ekanman, bitta filialim bor, yaxshi pul topaman. Menga riskka borib nima kerak? Ikki filial ochib, ikkinchi filial hali bo'ladimi, bo'lmaydimi degan shunaqa bir fikr bo'lgan. Keyin bir maslahat bilan ustozim yonlariga borgan, savol bergan. Ustoz, menda mana shu ikkilanish bo'lyapti. Sizda tajriba ko'proq. Nima deysiz mana shu narsaga deganimda, keyin Shahzodda gap aytaman degan. Nima gap desam, siz tadbirkormisiz? Agar mana shu muammolardan kayf qilmaydigan bo'lsangiz agar, siz tadbirkor bo'la olmaysiz. Siz o'sha bitta filialingizda qolib ketaverasiz o'qituvchi bo'lib. Tadbirkor bo'lmoqchimisiz va bu sohada muvaffaqiyatli bo'lmoqchimisiz? Bilingki, muammolar hech qachon tugamaydi. Faqat sizning muammoga bo'lgan reaksiyasi o'zgaradi. Siz shuni kayf qilib yeching muammoni, o'shanda bu narsa sizga bilinmaydi deganlar. Haqiqatan ham o'shandan keyin kelib, davaychi bu muammo meni mas'uliyatim, men buni qilishim kerak. Bundan o'tishim kerak deganman, o'tib ketganman va har safar nimadir yangi muammo, nimadir yangi loyiha bo'lganda shuni men eslayman. Shahzod, sen bundan maza qilishing kerak. Bu seni ishing. Agar maza qilmasang, demak sen dars yura olmaysan. Shunaqa, ya'ni shunaqa fikrlash, shunaqa dunyo qarash, men ayta olamanki, meni yanada kuchliroq va mas'uliyatliroq qilgan. Men o'ylayman, biz baribir qiynalamiz. Yoki bugun o'sha filialni ochib qiynalamiz, yoki 5 yildan keyin, mana hozir 5 yil qanaqa o'tib ketganini bugun tahlil qilib bilyapmiz. 5 yildan keyin o'shanda ochmaganimiz uchun qiynalamiz. Prosta davrini tanlashimiz kerak bo'ladi. Vaziyatga bu nuqtadan qaragandan keyin menimcha harakatga o'tish ham ancha oson bo'lsa kerak. Keyin mana bu xato qilishda boya aytganingizdek mashinasi bor, uyi bor, uje normalniy bir har oy 5-10 ming kelib turadigan vaziyat bo'lgandan keyin nima sabab kerak dars yurishga deganda qo'rquvga olib boradigan yana bitta narsa, men o'ylayman, obro'ni yo'qolishidan qo'rqish. Chunki uje siz hamma krasavchik deb biladi-da. Aliga ish qiladigan bo'lsangiz o'xshashi ham mumkin, o'xshamasligi ham mumkin. Men kecha Instagramda juda zo'r narsa ko'rib qoldim. Savol beryapti-da, tasavvur qilgan dotdi. Agar sen o'zing xohlagan bir nuqtadan 30 ta xato qilish uzoqlikda turgan bo'lsang, qanchalik tez o'sha xatoni qilgan bo'larding dotdi-da. Zo'r. Men aytaman, vashsha dahshat. Bu uje siz ana xatodan ham maza qilishingizga sabab bo'ladigan gap bo'ldi-da. Zo'r gap. Da. Haqiqat bu nuqtadan qaraganingizdan keyin nabor xato qilish normallashuviga olib keladi deb o'ylayman. Keyin yana bitta o'zbek bola, Amerikada yashaydigan yosh bola, adashmasam 10-12 yashar bola juda yaxshi tushuntirish qilib berganda, nimaga Osiyo davlatlaridagi tadbirkorlardan ko'ra Amerikadagi tadbirkorlar muvaffaqiyatliroq bo'ladi deganda, buni ta'lim tizimi bilan bog'lab tushuntirib bergan. Chunki dotdi Osiyo mamlakatlarida o'quvchi 5 baho olgani uchun taqdirlanadi va 2 baho uchun yomonlanadi. Siz xato qilmasdan turib 5 ola olmaysiz. Lekin xato qilganingiz uchun jazolanasiz, deyapti. Amerikada bo'ladigan bo'lsa, ularni har bir yaratuvchanligi uchun va qoyilsan shu narsani o'ylabsana deyishgani uchun ular doimiy ravishda xato qilishdan qo'rqishga emas, balki xatolari ular o'zi xohlagan natijaga olib borishini o'ylab harakat qilaveradi.
Bu asosiy, конечно, 100% sabab bo'la olmaydi, lekin sabablardan bittasi deb tushuntirib bergan edi. Zo'r o'xshatishdi. Endi xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Masalan, o'sha Jahongir Ortiqxo'jayev ham intervyularida masalan aytgan narsalari, hozir siz to'g'ri deb bilgan narsalaringiz 5 yildan keyin xato bo'lib chiqadi. Chunki masalan hozir mendan ham so'rasangiz, shu tajribangiz bilan birinchi o'quv markazingizni qanaqa ochgan bo'lardingiz desam, umuman boshqacha deyman. Demak, katta ehtimol bilan bundan 5 yil keyin hozir aytib turgan gaplarim yoki qotgan narsalarim men boshqacha qilgan bo'lardim. Ya'ni bu hammasi tajriba orqali, ya'ni bu hammasi o'sha trial and error deydi, ya'ni test va xato qilish va to'g'rilash orqali kelib chiqadi. Shuning uchun ham nima deydi? Endi to'g'ri, masalan, xato qilishim kerak ekan deb turib, borib turib atayga xato qilmaysiz. Hozir kimdir eshitib turgan bo'lsa, ma'no qani bo'tdi deyishi mumkin. Siz to'g'ri maksimal darajada hammasini hisobga olib, biznesda kamroq xato qilib, harakatlanishga, demak, intilasiz. Lekin jarayonda siz kutmagan, siz o'ylamagan va ba'zi bir sizni qaysidir harakatlaringizdan keyin xulosa sifatida chiqadigan xatolar ham bor-da. Ma'lum bir gipotezalar o'xshamasligi mumkin. Bu ham xato. Buni bilmaysiz, o'xshaydi yoki yo'q. Shunaqa. Endi masalan, real hayotda to'g'ri ta'lim tizimiga qaraganda real hayotda boshqacharoq. Masalan, maktabda 2 oldingiz, masalan nima 2 bahoda, lekin siz bu yerda masalan nimanidir xato qiladigan bo'lsangiz, tez uni to'g'rilab, xulosa chiqarib ketaverishingiz kerak. Men bitta gap aytishdan hech qachon charchamayman. Bu qanaqa? Ya'ni men aytamanki, odamlar 3 xil bo'ladi, 3 xil toifaga bo'linadi. Birinchisi ahmoq odamlar. Ya'ni bitta xatoni qiladi va qayta-qayta qilaveradi. Ikkinchi xil odamlar aqlli odamlar, ya'ni ular bitta xato qiladi va o'sha xatosidan xulosa chiqaradi, ikkinchi marta xatoni qilmaydi. Uchinchi turdagi odamlar bular dono odamlar, ya'ni bu ikkita odamga qaraydi, ahmoq aqlliga qaraydida, ular qilayotgan ishdan xulosa chiqaradi va shunga qarab harakat qiladi. Men aytamanki, xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Siz hayotda yo aqlli yo dono bo'lishga harakat qiling. Hech qachon ahmoq bo'lmang. To'g'ri, xato qilishdan qochib bo'lmaydi, lekin ikkinchi marta o'sha xatoni qilmang. Bitta xatoni bir marta qiling, bo'ldi. O'zi hayotingiz ancha yaxshilanib ketadi deyman-da. Ko'p holatlarda mana jamiyat, aynan biznesda emas, hayotda yoki umuman o'zi bir hayotiy munosabatligini ham qaraydigan bo'lsangiz, odatlarimizga qaraydigan bo'lsak agar, ya'ni o'sha narsa xatoligini bilib turamiz. Va yana qayta-qayta qilamiz. Nimaga? Irodasizligimiz uchun. Nimaga? Bu narsa bizga qanaqadir ma'noda qisqa muddatli rohat berganligi uchun. Ya'ni buni tan olish kerak-da, ya'ni shu narsa xato va men bu narsani qilmasligim kerak. Deganingizda men o'ylayman, o'sha xato qilib bo'lsa ham siz juda katta narsalarga erishsangiz bo'ladi hayotda. Da. Zo'r haqiqatda. Davaychi boyaga o'sha $1 million loyihaga qaytsak. Bog'cha temasi nima bo'ldi? Tushunarli, haqiqatda ancha bir adashmasam 50% qo'shimcha budjet ketganda, 70 ming plan qilingan bo'lsa, 100 mingga ishlatilgan. $1 million loyiha tarixi qanaqa bo'lgan? Nimaga birinchi maktab Navoiyda ochilyapti? Juda ham qiziq bo'lgan. Mana masjidda o'sha Hasan aka, Husan aka aytadilar, shu gaplarni tasdig'ida bu. Net kontrakta deyiladi. Ya'ni kontakt bo'lmasa, kontraktdan bo'lmaydi degan narsa. Ya'ni networkingning kuchi. O'sha Infactorda borib, men o'sha yerda bir ustozlarning yonida yurgan paytlarimda Navoiy viloyati hokimi o'sha mehmon sifatida kelib qoldilar va men ularning oldida chiqib, o'sha bir navoiylik yosh sifatida bir nutq so'zladim. Ya'ni mana shuncha filialim, shuncha xodimim bor dedilar. O'sha yerda biz tanishib qoldik. Va menga bir necha savollar berdilar va o'sha yaqin bo'lib qoldik viloyat hokimi bilan. Keyinchalik o'sha Navoiyda xususiy maktab yo'q edi unda. Aynan meni chaqirdik, Shahzod, mana shu Navoiyda loyiha qilishimiz kerak. Xususiy maktab bo'lish kerak. Ko'ryapsan, hozir hamma viloyatlarda xususiy maktabni bir rag'batlantirish jarayonlari ketyapti va sen mana shuncha tajribang bor, o'zingning brendingni olib kelib maktab qilgan deb, shu davlat xususiy sherikchiligida bizga bino bilan yer berilgan, ya'ni qo'llab-quvvatlangan. Va shu uchun ham birinchidan o'zi nimaga Navoiyda deyilsa, shu uchun ham Navoiyda qilingan. Biz boshidagi loyihada 6 milliard pul ketadi deb o'sha smetalar qilib hisoblaganmiz. Bu yerda ham mana xuddi bog'chadagi, o'quv markazidagi holat bo'lgan. Ya'ni keragidan deylik o'sha
bir baravar kam hisoblaganmiz edi. Lekin 13 milliard pul ketdi, misol uchun. Shu 1,5 yil davomida Da. men 6 milliard ketadi degan joyimda 13 milliard. Ya'ni bu men uchun juda ham katta stress bo'lgan. Ya'ni to'g'ri, masalan, 100 ming dollar bo'lsa, 30 mingga yoki bir 40 mingga adashsangiz boshqa narsa. U 600 million, 700 millionda, lekin 6 milliard, 7 milliardga adashish bu juda ham anaqada qiyin holatda. Da. Chunki rezervnoy planingiz bo'lmaydi, o'shanga moslab tayyorlanmaysiz-da. Shunaqa. Ya'ni masalan siz rezerv birga bir olmaysiz hech qachon. To'g'ri. 10% olishingiz mumkin, 20% olishingiz mumkin. Hech qachon birga bir hisobini olmaysiz. Uni vaziyatdan chiqqanmiz. O'shanda ham o'sha ustozlarimiz bo'lgan, borib turib maslahatlash, aka nima qilsam bo'ladi, shu pulim yetmayapti deganimda, umumiy obyektda biz qurilishni boshlaganmizda va obyektni 3dan 1ni tugatib olganmiz birinchi. Obyektni 3dan 1ni tugatib olib, u yerda ishni boshlab, ya'ni maktab boshlanishidan oldin maktabni birinchi o'quv markazi sifatida foydalanib 5-6 oy. Keyin shuni daromadiga, tushayotgan daromadiga qolgan binolarni bitirib olganmiz. Da. Bu narsani o'quv markazida ham tajribani o'shanda men qildim. Ya'ni o'quv markazi ham 3 ga bo'lib, bir qismini remont qilib olib, keyin vaqtdan yutish uchun bu yerda ish boshlab, keyin qolgan remont ishlarini davomida o'sha qolgan qismida davom ettirganmizda. Bu yerda ham xuddi shunaqa qilganmiz. Shuning uchun ham bizda jarayonimiz ozgina cho'zilgan, shu 1,5 yillarga borgan remont jarayonlari. No, bu ham katta tajriba bo'lgan. Ya'ni mana hozir deylik, undan keyin yana ikkita maktab ochdik va bu maktablarimizda biz aniqroq ishlashni boshladik. Ya'ni o'sha bilamiz qanaqa mebel narxi qanaqa, texnika narxi qanaqa yoki o'sha ta'mirlash jarayonlarida biz nimani hisobga olmagandikki, bizga qo'shimcha pul bo'ldi. Yoki nimalarni xato qildik, ko'p xarajat qildik. Shu narsalarni hammasini hisobga olib, mana hozir 4-5 maktablarimizni quramiz. Bu yerda o'sha ancha aql bilan, ya'ni o'sha biz berayotgan xarajat prognozi, o'sha smetalarimiz, deylik o'sha 5%, 10% farq bilan chiqadi-da. Bu ham tajribadan, ya'ni qimmatga tushgan xatolarim desa, buni ham qo'shsa bo'ladi, ya'ni hisob kitoblaringizni. Endi ko'p holatlarda men o'ylayman, bunaqa holatda ko'pchilik qiyin ahvolga tushib qoladi, chunki ko'pchilik kredit bilan boshlagan payti bo'ladi yoki o'sha nima deydi, qarz olgan paytlari bo'ladi. Bu juda qiyin vaziyat. Men o'zimda ham o'sha qarz olish, boshqa qilish yoki boshqa holatlar bo'lgan, ya'ni juda stressli bo'lgan. Sizda o'sha resurs qanaqa bo'lgan? O'zingiz pulingiz tikkanmisiz yo bir nechta resurs bo'lganmi? O'sha nima deydi, bank tomonidan ham moliyalashtirilgan bo'lgan, o'sha kredit hisobiga bo'lgan bir qismi va deylik juda katta qismi, ya'ni o'sha 10 milliard qismi bizning o'zimizning hisobimizdan bo'lgan. O'sha narsa ham juda katta-da, ya'ni ko'pchilik masalan kredit olib boshlayman, boshqa qilaman deydi, lekin masalan meni o'zimda shuncha tajribam bo'lib turib kutilmagan holat bo'lgan. Tushuningizmi? Lekin tasavvur qiling, u boshqa biznesiga oxirgi puliga shu ishni qilayotgan odam nima qilgan bo'lardi? Da. Tushuningizmi? Nima qilishni bilmaydi, u tupikda. Tasavvur ham bo'lmasa kerak menimcha. Tushuningizmi? O'sha kreditga olgandan keyin ularga farqi yo'q. Siz ishingiz yurishyapti, yurishmayapti, biz vaqtida berishingiz kerak. To'g'ri. Menda hatto bu yerda boshqa bizneslarim bo'lgan, vaqtinchalik demak ushlab turishimga yordam bergan. Shuning uchun ham endi boshlayotganlar kichkinaroqdan boshlash kerak. Yoki o'sha smeta qilib, hisob kitob qilib boshqa qolasizmi? Mana men hozir ham treninglar, konsultatsiyalar o'taman. So'rasin, bitta mendan emas, maktab qilgan boshqa odam bo'lsa, kimdir tanishidir, boshqasidir pul berib bo'lsa ham borib o'shani bilimini olish kerak-da. Men bitta narsaga hayron qolamanki, aynan mana maktab ochayotganda maktabda 400 500 ming dollar pul ketadi. Borib turib deylik, elektron doskalar olamiz, partalar olamiz. Nima uchun? O'quvchilar kelib o'qish uchun, ota-onalar voy men bitta sharoiti bor deyish uchun-da yoki fasadlaringizni chiroyli qilasizda, lekin borib turib 1000 dollarga konsultatsiya oddiy olmaydi. To'g'ri. Tushuningizmi? O barbaraga topkur 1,5 ming dollarga bitta sinfxonaga, bitta xonaga ekran olsa, u ekran 2 yildan keyin kuyadi. Shu ekran, shu partada o'quvchi kelib o'qish uchun sen marketingni to'g'ri qilib, mijoz oqimini to'g'ri qo'yib, sotuvni to'g'ri qo'yib, kadrlarni to'g'ri olishing kerak. Ya'ni jarayonni qo'yib olishing kerak. U jarayon ham pul turadi, uni ham bilimi bor o'zini, ilmi bor desangiz, o'zim qilib ko'raman deydi. Ya'ni o'zini gipotezalari bo'ladi. Lekin o'sha 405 kishilik maktabida birinchi yil 200 o'quvchi qiladi-da, qolgan 300 400 ya'ni bu anaqa nima deydi? Possible income da u narsa, ya'ni sizga kelishi mumkin bo'lgan mablag'da-da. Xuddi shunaqa. Ya'ni yo'qotilgan potensial daromad. Shunaqa, potensial daromad. Siz o'shani yo'qotyapsiz-da. Ko'pchilik uni hisoblamaydi. Xuddi shunaqa. Aslida o'ylaydi, tamma 50 ming dollar foydadaman, lekin tam 200 ming dollar zararda bo'lishi mumkin. Potensial daromad hisoblanadi. Shunaqa, ya'ni shu tomonlama ham ko'pchilik o'sha bilimga investitsiya qilish kerak-da. Ya'ni bu narsani o'sha xarajat deb o'ylab qolamiz ko'p holatlarda.
qachon siz bunga investitsiya sifatida qaraysiz, ya'ni man 2000-3000 dollarlik bilim olaman, lekin bu menga ertaga 30,000 dollar bo'lib qaytishi kerak. Shu odamni menga berayotgan bilimi meni ertaga 30,000 dollar ko'proq pul topishimga sababchi bo'la oladimi, yo'qmi? Bo'la olsa men boraman, o'rganaman. Agar sababchi bo'la olmasa, menga kerak emas. Ya'ni shu savolni bersin odam hatto o'zi. Mana misol uchun hozir menda ham hozir kitoblar, kurslar, boshqa narsalar chiqadi, xarajatli, to'g'rimi? Shuni olsam, shuni qilsam, ertaga menga foydasi bormi, yo'qmi? Bormi masalan? Hatto bir shuncha qiymatli narsa olamanmi? Men o'rganay deyman-da. Bu bo'yicha juda yaxshi voqea bo'lgan. Men yaqinda eshitdim, bu haqida bilmagandim ham. Sanjar aka Maqsudovni bizni xuddi boya aytganingizdagi offlayn kurslarni tashkillashtirgan edik. Bir marta bo'lgan, shundan keyin bo'lmagan. 2000 dollar edi, qatnashish 20 ta o'quvchi olamiz deyilgan edi. Yaqinda bitta unga уже 2 yildan oshdi adashmasam. Bitta klientga oldilar-da, gaplashdik, polностью. Keyin aytdilar, bizni siz bilan gaplashganmiz deyaptilar. Suhbat oxirida aytibdilar. Men xabarim yo'q. Qanaqa nima bo'lgan desam, Sanjar akaning kurslariga opamni yozdirtirganman. Ular restoran ochmoqchi edilar. Nech pul tikmoqchi edilar o'shanda desam, примерно bir 100,000 dollarga yaqin pul tikmoqchi bo'lganlar. Keyin o'shanda ular opalarni ko'ndirgan ekanlar, shtobi siz restoran ochmang, 2000 dollarga mana bu yoqdan nima qiling, darsda o'qing-da, keyin bilasiz, shtobi 100,000 dollar sarflash to'g'rimi, yo'qmi degan. Kursda o'qib, keyin restoran ochmaganlar. 98,000 dollar foydaga qolganda. Ya'ni u ochishi ham mumkin edi. Lekin hamma bilimlarni ko'rgandan keyin, aslida muvaffaqiyatli restoran qanaqa qilinishini ko'rgandan keyin, lutchi buni riski kamroq bo'lgan boshqa modelga yo'naltirishga qaror qilinganda. Haqiqatda bu aytayotgan narsangiz ancha o'zini oqlash darajasi yuqori. Endi bizda qanaqa bo'ladi? Hisob-kitob, masalan deydi, shu restoran deydi, oyiga deydi, masalan, kunlik 30 million savdo qilsa, bir yilda bu bir oyda 900 million bo'ladimi? Deydi, shuni yarmi foydada deydi. Shunaqa ochiladi. Masalan, 40 ming bo'lsa deydi, 100 ming pul tiksam, bor mana ishim o'xshamaganda ham 3 oy 4 oyda pulimni chiqara olar ekanman deydi. Maktabda ham xuddi shunaqa. 400 ta bola bo'lsa, 4 milliondan bo'lsa, 1 million 600. Borki mana deydi, 30%, 40% marjasi bo'lsa deydi. 500-600 million pul topadi deydi. Lekin u darajagacha olib chiqish, uni ushlab turish, boshqa kadrlar bilan bo'ladigan muammolaringiz yoki sizni o'sha ijara shartnomani xato tuzib, keyinchalik nimadir qanaqadir bo'ladigan muammolar. Misol uchun bolaning ovqati bilan bo'ladigan muammo yoki tashkiliy masalalar bilan juda, ya'ni siz bilmagan, ko'rmagan, sizni xayolingizga kelmagan muammolar juda ko'pda. Shu muammolar bo'lishni boshlagandan keyin uni hammasi xarajatda yoki nimadir xato ketib qolishi sizni umumiy o'sha siz 400 tani 4 millionga ko'paytirgansiz, 1 milliard 600 shun kamayishga olib keladi. Ya'ni har bitta xato o'sha 1 milliard 600 ni kamaytirib kelaveradi. Oxirida sizda unaqa tushum bo'lmagandan keyin bu yerda muammo qayerda bo'lyapti deb odam ham qotib qoladi. Shuning uchun ham nima deydi? To'g'ri bilim olamiz, ilm olamiz, lekin baribir ham jarayonda, tajribada odam ko'proq narsa o'rganadi o'zi. O'zi biznesga qanaqa mindset bilan kirilish to'g'ri bo'ladi? Mana hozir aytasiz, 400 ta bola 4 milliondan to'lasang, mana bunaqa, ya'ni menimcha 95% biznes kirmoqchi bo'lgan odam mana shunaqa xomchot qilib olsa kerak-da. Qanaqa mindset bo'lish kerakki, чтобы ham marja bo'lsin, ham davomli o'sish bo'lsin, ham xotirjamlik bo'lsin kirishdan oldin. Yo'q, u uchun masalan siz qachon xotirjam bo'lasiz? Qachon sizda tajriba, bilim bo'lsa, misol uchun deylik, mana men qaysidir bitta lokatsiyaga boraman, agar oldin umuman bormagan bo'lsam, agar qayerda radar bor ekan, qayerda pavorot bor ekan, qayerda deylik o'sha yamasi bor ekan, qayerda deylik o'sha parkovka qilsam bo'ladi deb o'ylayman. Lekin 3-4 marta o'sha yo'lga borib kelganimdan keyin, balki men yo'lda qo'shiq eshitib maza qilib boraman va menga o'sha bu refleks tarzida bu narsa bo'ladi. Odatga xotirjam borib kelaman. Birinchi marta borayotgan joyda xotirjam bo'lmayman. Biznesda ham xuddi shunaqa. Siz xotirjam bo'lmoqchimisiz, sizga tajriba kerak, bilim kerak. Siz boshida, ya'ni endi boshlayotganingizda baribir ham nima deydi, ingliz tilida alert deydi, ya'ni hushyor turishingiz kerak. Har bitta narsaga qarab, ya'ni har bitta narsa ustida o'zingiz bo'lishingiz kerak. Biznesning egasi sifatida. Ya'ni u narsa noto'g'ri, men biznesni boshlayapman, bittada men xotirjam bo'laman, bittada yaxshi pul topaman. Yo'q, to'g'ri, siz sababini qilib qo'ying maksimum va jarayonlarga qarab turing. Mana va inkubatorni основатели o'sha bugungi kunda ChatGPT o'sha AI'lar ham основатели Sam Altman borda. Uni o'sha Stanfordda va inkubator degan o'sha proyekti bor. O'tda ular Y Combinator bilan boshqa, to'g'rimi?
kombinator bilmadim, lekin inkubatorni bilaman. U yerda nima? Ular startaplarga investitsiya qilgan. Startaplarga investitsiya qilish orqali endi aytadiki, tajribasidan har qanaqa biznes deydi. 4 yil ichida agar tirik qola olsa, u keyin relsga tushib ketadi deydi. Stabil qanaqadir bitta fazaga o'tadi. 4 yilgacha o'sha biznes ustida juda ham qattiq ishlash kerak deydi. Chunki 4 yilda bu faqat sizni tizimingiz emas, sizni tizimingiz bozordagi qanaqadir o'zgarishlarni ham ko'rishni boshlaydi-da. Masalan, siz deylik hozir biznes boshlagan bo'lsangizga 4 yil, 5 yildan keyin davomida bo'ladigan o'zgarishlar borki, masalan, oddiygina karantin, masalan, shu davrdan hozirgacha mana tirik qolgan o'quv markazi, maktablar o'ta oldida. Keyingi safar shunaqa bo'lsa nima qilishni biladi. Hozir o'sha kuchliroq bo'ldi-da bular. Yoki qanaqadir mana deylik onlayn обучениялар yo'q edi-ku bizda, misol uchun. Onlayn o'rganishni biz tasavvur qila olmasdik. Lekin bugun o'zimiz ham onlayn o'rganishni boshladik. Shunga adaptatsiya qildik va bizani biznesimiz ham bu udardan o'tish kerak-da. Ya'ni bu qiyinchiliklar, bu to'siqlardan bir chig'iriqdan o'tganingizdan keyin kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun 4 yil vaqt kerak. Ya'ni siz biznesga kiryapsizmi? Sizda shunaqa mindset, shunaqa bir fikrlash bo'lishi kerakki, men buni 4 yil ustida ishlashim kerak. Hech qanaqa katta kutuvlarsiz. Yo'q. Geliksiz. Shunaqa. Masalan, ko'pchilik bilmadi, masalan, endi hozir mana deylik qimmat mashinada yoki safarlarda yuramiz, lekin men o'zim o'sha bu deylik sohaga 2018-yil kirib kelgan bo'lsam, aynan o'zimni brendimni qurib, men o'sha 2021-yilgacha hattoki o'sha 2017-yil olgan planshetim bo'lardi. O'sha planshetda yurardim-da. Telefonda ham gaplashib. Instagramlarimda ham bor rasmi. 2021-yilda men sekin daydi, men o'sha oilali bo'laman, mashina olishim kerak ekan. Men oilali bo'laman, mashina haydashni o'rganishim kerak ekan. Birinchidan mashina haydashni bilmaganman. Keyin misol uchun mana Xobendi mana shuncha ishladik, chetga ham chiqib ko'rish kerak ekan. Ko'pchilik meni o'ylaydi shu yoshligidan bu bola chet elda o'qib kelgan yo'q. Hatto 2021-yil birinchi marta chiqqanman. O'sha oila qurganimdan keyin birinchi marta chet elga chiqib kelganman-da. Bunaqa holatlar. Shuning uchun ham men nima demoqchiman, bittada katta kutuvlar qo'yishimiz kerak emas. Ko'proq o'sha biznesni o'ylayman, tizimlashtiraman, boshqa. To'g'ri, sizni oy davomida daromadingiz ham bo'ladi, chunki siz o'tda investitsiya kirgizganingizdan keyin o'zingizda hisob-kitobingiz bo'yicha o'sha tikkan investitsiyangiz ma'lum bir muddatdan keyin sizga qaytish kerak, masalan. Chiqish kerak, to'g'rimi? O'sha prognoz bo'yicha ketyaptimi yo'qmi qaraysiz. Lekin siz hisoblagandaqa agar jarayon ketmaydigan bo'lsa, agar siz unga ko'nib, demak o'sha jarayonda moslashib ketishingiz kerak. Da. Rostdan ham ko'pchilik biznesga kirganlarni ma'lum bir davr ichida orqaga ish ketishini sabablaridan bittasi menimcha kutuvlarning noto'g'ri bo'lishi. Chunki bizani miyamizda bitta biznesmen deganda obraz shakllangan. Endi bizda men shunaqa o'ylayman, oxirgi 6-7 yilda keskin biznes rivojlanishni boshladi. Ya'ni xuddiki har yili o'tgan yilgiga qaraganda 2 barobar, 3 barobar jarayon tezlashayotganda va mukammallashib borayotgandek tuyuladi-da. Bu unikal holat menimcha butun dunyo bo'yicha ham. Boshqalardan ham statistikalarni eshitgandan keyin ishonib boshladim bu narsaga. Yaqingacha mana siz ham men ham adashmasam bitta davrda katta bo'lganmiz, 1-2 yil farq bilan ham. Va biznesmen desa kim tasavvur qilingan, qop-qora mashinada yuradigan, inomarka, jim, uncha odam yoqtirmaydigan, do'q qilib gapiradigan, obro'si o'ta baland inson tushunilingan. Va u necha yilda bu holatga va qaysi resurslarni, qaysi kontaktlarni ishlatgan holatda bu yoqqa chiqarilgani ko'rsatilmagan. O'shani hisobiga ham ko'pchilik kirishi bilan momentalniy o'ta katta kutuvlarni qo'yib yuboryapti. Kutuviga qaraydi, hozirgi jarayonga qaraydi, natijaga qaraydi. Orasidagi farq kattaligi hisobiga stress ham ancha ko'payib ketyapti. Конечно, Instagram ham bunga ta'siri ancha sezilarli. Shunaqa. 100% gapingizga qo'shilaman. Birinchi masalan, pul topayotgan odam nima qilyapti? Boryapti o'sha bir jamiyatda o'zini statusini balandroq qilib ko'rsatadigan uy, mashina yoki bir o'sha qimmatbaho narsalarni olishga qaratadi, lekin birinchi men o'ylayman, shoshish kerak emas. Chunki siz to'g'ri raqobat, mana bozordagi raqobat bor yoki bozordagi o'sha tadbirkor kim o'zi, qanaqa xarakterga ega bo'lish kerak degan bir jamiyatning bosimi ham bor-da. Bu narsa bor, raqobat yoki bosim sizni oldinga intilishingizga sabab bo'lishi kerak yoki shunaqa bir sizga motiv berishi kerak, lekin u sizni boshqarish kerak emas. Har bitta hayotda qo'yayotgan maqsadingiz
bu sizni shaxsiy missiyangizda, bajarishingiz kerak. Kerak bo'lganda masalan qayerdadir masalan yo'q deyishni ham bilishingiz kerak yoki jamiyatdagi bo'layotgan bosimlarni rad qilishni ham bilishingiz kerakda. O'shanda yutasiz. Chunki men o'ylayman juda bir anaqa narsa bo'lib qoldi shu narsa. Oldin maktablarda kimdir bir chiroyli kiyimda kelsa yoki bir chiroyli uni sumkasi bo'lsa, telefoni bo'lsa, hamma unga qarardida, nimaga menda yo'q degan bir peer pressure degan narsa bo'ladi. Ya'ni bu o'sha sizni sinfdoshingizni sizga qilayotgan bosimida, ya'ni sizga uy kelasizda, mani o'rtog'im telefon bor, nimaga menda yo'q deb turib xarxasha qiladida bola. Shu narsa mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning bir hissasi bilan rivojlanishi bilan jamiyatga ham ko'chdida. Qaysidir bir 21 yoshli bola nimadir zapis qilibmi, nimadir bir biznes qilib, deylik bitta mashina olayotgan bo'lsa, bota turgan xuddi shunaqa yoshdagi bola yoki undan sal kattaroq bola, "Men bu yosh bola mana bunaqa mashina olyapti, nimaga men qila olmayman" deb turib, ya'ni shu narsaga intilishdi, lekin uni tagini bilmaydi-ku, to'g'rimi? Bu bola endi chiqdi. Bu ertaga shu deylik g'oliblikni yoki bir shu statusni uzoq muddatga ushlab tura oladimi yoki bu vaqtinchalik bir yonib o'chadigan bir olovmi degan narsaga e'tibor berish kerak-da. O'zimning faoliyatimda mana 2017-2018-yillardan shu bozordagi holatlarni bir analiz qilayotgan bo'lsam, 1 yil 2 yilda juda zo'r bo'lib, nima deydi, bir katta statusga, katta bir e'tiborga ega bo'lib, keyin yo'q bo'lib ketgan tadbirkorlarni bilaman-da. Ya'ni har doim baribir ham o'zingizni holatingizni, bir o'zingizni hisob-kitoblaringizni olishingiz kerak va boshqalarni demak nima qilishga, hayratlantirishga harakat qilishingiz kerak emas va o'zingizga savol bering. Men shu ishni qilgan bo'larmidim yoki shu filialni ochgan bo'larmidim yoki shuna qimmat mashinani olgan bo'larmidim? Hech kim meni tanimaganda, bilmaganda, menga e'tibor bermaganda va meni raqobatchilarim shu ishni qilmaganda. Shu ishni qilgan bo'larmidim, yo'qmidim degan o'zingizga bir to'g'ri savolni bering. Agar javobingiz ha bo'lsa qiling. Mana misol uchun siz hech kim sizni ko'rmayapti. Hech kim sizni qimmat mashina olganingizni bilmaydi. Hech kim sizni qimmat otelda borib dam olayotganingizni ko'rmayapti, bilmayapti, e'tibor bermayapti sizga. Shu ishni qilgan bo'larmidingiz yo'q? Javobingiz ham boring qiling, demak siz to'g'ri narsani qilyapsiz. Javobingiz unaqa emasmi? Siz kimnidir bir e'tiborini tortish uchun, kimnidir nazarida bo'lish uchun, obro' uchun bu narsani qilyapsizmi? Qilmang bu narsani. Chunki bizni jamiyatda qanaqa yashaymiz? Hamma meni o'ylayapti deb yashaymiz-da. Hamma e'tibori menda deb o'ylaymiz. Aslida siz hech kimga qiziqmaysiz. 100%. Misol uchun men buni qachon bildim? O'tgan yilmi, undan oldingi yil Instagram blog bo'lib qoldi mana bir oyga. Meni hech kim eslagani ham yo'q. O'sha Instagram blog bo'lganini bilgan ham yo'q-da. Shunchaki yo'q bo'lib qoldim bo'ldi. Misol uchun hech kim endi bo'ldi, bitta ikkita odamlar Instagramingiz chiqmayapti deb aniq qilayotganlar bo'ldi. Lekin umumiy massa meni yo'qolib qolganimni ham bilgani yo'q demoqchiman-da. Shuning uchun ham bu narsaga juda katta keraksiz investitsiya qilish kerak emas. Asosiy o'sha bu muammo o'zi odamlar qayerga qarab ketayotganini bilmaganidan menimcha yuzaga keladi. Chunki menda bitta Instagramdagi videoim ko'pchiligiga yoqqan edi. Xullas, teacher Azam bilan gaplashib turgan edik. Mana shu konkurensiya, birovlar bilan o'zini taqqoslash, boshqa shu mavzuda o'zimni fikrimni tushuntirgandim-da. Keyin Azam zo'r reaksiya qildilar-da. O'qitdilar, men hech bu nuqtadan qaramagan ekanman vaziyatga dedilar-da. Keyin menga ideya keldi, "Давайте shuni kontent qilaylik." Kontentda nima aytilingan? Men aytaman. Tasavvur qiling, kechqurun 1 domma hamma ishingizni tugatgansiz. Svetoforda to'xtadingiz, qizilda. Допустим, Malibu 2 dasiz. Yoningizdan yana bitta Malibu 2 keldi, to'xtadi. Bundoq qaradinglar bir-biringlarga, hozir bosishasizlar, bilasizlar. Yo'l bo'm-bo'sh. Ketasiz, bosishdinglar, rosa tekis to'g'ri yo'l. Moment keldi, siz o'ngga ketishingiz kerak. U o'ngga ketmasligi aniq. Uyga ketasiz, aniq. Siz bu yerda nima qilasiz? Dakansa bosib, u bilan yutganingizni ko'rib, keyin razvorot qilib, keyin uyingizga ketasizmi? Yokida o'sha momentda o'zida uyga ketasizmi? Men o'ylayman, o'sha momentda o'zida uyga ketish har tomonlama выгодно, ham vaqt tomonlama, ham расход tomonlama. Bizning hozirgi harakatlarimiz ham aynan mana shu, ya'ni uyga burilmasdan dalj bosib ketishga o'xshayapti-da. U odam to'g'ri, siz bilan bosishotdi, adrenalinni oldingiz, raqobatini qildingiz, lekin sizning maqsadingiz bor-ku. Ya'ni ertaga yutganingizdan keyin ham kimdir kelib sizga rahmat aytmaydi yokida hayotingiz keskin o'zgarib ketmaydi. Mana shu joyda ko'pchilik o'zidagi maqsad aniq bo'lmagani hisobiga boshqalarning maqsadi bilan o'zinikini solishtirib, ularni hayot tarzidan o'tib ketishga harakat qilish uchun hamma resurslarni ishlatib yuborishyapti-da.
Просто orada yo'qotilingan vaqt bilan pul qolyapti deb o'ylayman-da. Ivot. Keyingi menga qiziq botgan narsa bu umumiy ob'yomdagi boshqaruv. Ya'ni o'quv markaz tushunarli, misol uchun bu bo'yicha tajriba bor edi, bu boshqa bizneslarni ham poddershka qila oldi. Masalan, bog'chaga investor tortishda ham meni tasavvurim bo'yicha, yana ham buni siz tasdiqlaysiz, o'quv markazi brendingiz borligi muammoni kamaytirgan deb o'ylayman, investor jalb qilishda. Maktabga ham o'sha pul resursida muammo bo'lganida sizga ishonilinishini ham poddershkasi o'quv markazi bo'lgan. Lekin o'sha mana maktab bo'ldi, bog'cha bo'ldi, o'quv markazi bo'ldi. Bularni boshqaruv usulida ham qanaqadir modelida o'zgarish bo'ldimi yo'qmi? Endi to'g'risi mana bir etajli uy qursangiz, uni fundamentini ham shunga yarasha qurasizda. Ko'p etajli uy bo'lsa, uni fundamenti ham o'sha ko'p etajga loyiq bo'lishi kerak. Bizda mana o'quv markaz, bog'cha, maktablar va yana boshqa loyihalarimiz bo'lsa, bizning boshqaruv modelimiz ham ancha o'zgarib ketdi bizlar bugungi kunda. Ya'ni o'sha oldin bizda boshqaruv ofisi bo'lmasdi. Ya'ni o'sha to'g'ri menejerlarimiz, buxgalterlarimiz, marketing bo'limimiz bo'lardi. Biz hozir alohida o'sha boshqaruv ofisiga ko'chdik. Ya'ni top team o'tiradi. Endi top team deb aytamiz. O'sha top management group. Shu komanda taxminan umumiy hisobda bir 40 ta odam, o'sha marketing, finans, buxgalteriya, sotuv, HRlarimiz, operatsion direktorlarimiz shu yerda o'tiradi. Strategически, ya'ni filiallarimiz va lokatsiyalarimiz ko'p bo'lganligi uchun o'sha kerakli xodimlar ma'lum bir qismi markazlashgan holatda, ma'lum bir qismi o'zini filialidan boshqaradi. Ya'ni boshqaruv modeli ham shunga qarab moslashdi. Va har qanaqa o'sib borayotgan biznesda, jarayonda yoki sferada bitta modelda ko'p qolib ketib bo'lmaydi. Chunki deylik bizning filiallarimiz har yili 2-3 ta ochilyapti-da, biz o'shanga qarab kerakli kadrlarni, kerakli yangi pozitsiyalarni ochmaydigan bo'lsak agar, uni boshqara olmaymiz-da. Ya'ni yana men sizga aytaman, masalan 10 ta filialni boshqargan tizimingiz bilan 20 ta filialni boshqara olmaysiz va ular yana 3 ta yo'nalishda bo'lsa. Ya'ni shunga tayyor turishingiz kerak va yana bitta narsa, eng o'sha ko'p bosim, bir stress beradigan narsasi, bu hech qachon tugamaydigan jarayonda. Ya'ni siz har doim o'sha masshtabiyni qilayotganingizdan keyin o'ylashingiz kerak. Ya'ni shu umumiy takrorlanadigan jarayonlar, muammolar bor-da, ya'ni takror sodir bo'laveradigan muammolarni qanaqadir bitta mas'ul shaxsga biriktirib, sen aynan shu muammolar bilan shug'ullanasan. Ya'ni shu muammo bizda ko'p takrorlanyapti, давайте sen shunga mas'ulsan deb turib, demak, yangi pozitsiyalarni ochishingizga to'g'ri keladi. Bunda odatda ko'pchilik ko'p filial ochsam kattaroq foyda qilaman deb o'ylaydi. Aslida ma'lum bir darajadan o'tmagunizcha siz ko'p foyda qilmaysiz, nabarat kam foyda qilasiz. U qanaqa daraja? Masalan, deylik, mana siz bitta bog'changiz bor edi, ikkinchi bog'chani ochmoqchisiz. Siz bitta bog'changiz bo'lganda, o'tda ham sotuvchi o'zingiz bo'lgansiz, ham kassir o'zingiz bo'lgansiz. Yoki o'sha mayda sizni ko'zingizga ko'rinmaydigan ishlarni o'zingiz hal qilib yurgansiz. Ikkita bog'cha bo'lgandan keyin yangi bog'chaga o'tasizda, ko'proq yangi bog'cha bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Sizda hech qanaqa tizim yo'q. Bu eski bog'changizda oldin siqib yurgan ishlarni kimdir qilish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Siz yangi xodim olasiz. Demak, unga oylik to'lashingiz kerak. Siz oldin birinchi bog'changizdan $10,000 pul topib yurgan bo'lsangiz, endi bu narsa 9,000 ga tushadi. Chunki o'zi kamaydi. Ikkinchi bog'chaga o'tganingizdan keyin sizda ikkita filial bo'ldi. Endi xodim olinishi kerakmi? Masalan, xodimlarni kim oladi? Masalan, marketing bor edi sizda. Birinchi bog'changizda o'zingiz ishlagansiz, har bir klient bilan o'zingiz gaplashgansiz yoki o'sha sarafanli radio bo'lib yig'ilgan. Bu yangi filial tezroq to'ldiraman deysiz. O'sha marketing bilan ishlashingiz kerak. Marketingga pul tikishingiz kerak. Demak, sizni topadigan daromadingiz sekin kamroq bo'ladi. Endi siz nima qilasiz? Alohida marketing, alohida buxgalteriya, alohida kadr bo'yicha, alohida sotuv bo'yicha yoki call center bo'yicha nima deydi, bir tizim qurishni boshlaysiz. Va bu boshqaruv tizimini xarajati bor. Shu boshqaruv tizimini xarajati deylik, oylik $5,000 bo'lsa deylik, misol uchunda, shu ikkita filialga bo'linadimi? $2,500 Endi 3-chi filial ochganingizda buni xarajati 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi.
Ya'ni 5 ta filial bo'lganda $1000 dan har bitta filialingizga o'sha yuk nagruska tushgan bo'lsa, bu ikkita filial bo'lganda 2,5 mingdan tushadi. Shuni hisobiga ma'lum bir nuqta bor, ma'lum bir daraja bor. O'sha darajadan o'tgandan keyin kattaroq foyda qilishni boshlaysiz. Tushundingizmi? Shuning uchun ham mana men ko'p tanishlarim masshtab bino qiladi, filial ochaman, ko'p foyda qilaman, aytaman, yo'q, hozir boshida ko'p foyda qilmaysan. Chunki sen buni boshqarishing uchun sen ko'proq harakat qilasan, ko'proq odamni ishlatasan. Sen masshtab binoga oyoq qo'yding, buni oxiri yo'q. Tushundingizmi? Siz masshtab binodan to'xtadim degan paytingiz qanaqadir xodimlarni yoki tizimni o'sha kesishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham aytaman, bitta filial umuman boshqa modelda ishlaydi. Ya'ni u butik stilida-da. O'zingiz powersiz, o'zingiz o'sha yerdasiz, maza qilasiz, ishlaysiz. Buni masshtabini qilgandan keyin siz psixologik ham tayyor bo'lishingiz kerakki, o'zingiz qilishingiz mumkin bo'lgan narsani bitta xodim olib unga qildirtirishga. Chunki siz boshqa o'sha strategik masalalarni ham yechishingiz kerak. Siz o'sha brendingizni kelajagini o'ylashingiz kerak, bozorni o'ylashingiz kerak, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni har doim band bo'lib operatsiyonkada qolib ketadigan bo'lsangiz agar, ya'ni bu yerda chiqa olmaysiz. Uchun siz hamma ishni topshirib chiqib ketishingiz kerak. Uchun siz to'g'ri xodimni olib turib pul berishga tayyor bo'lishingiz kerak. Tushundingizmi? Ko'pchilik bunga tayyor emas. To'g'ri. Juda tejashadi. Men kecha Shahboz aka bilan gaplashgan edim, Shahad Olimov bilan. Ular bilan avvalgi podkastlarimizda ham gaplashdik, agentство bo'yicha. Bitta fikrlarini aytdilar. Bizda yaqinda sizga ham aytib berdim, o'sha qurilish sohasi bo'yicha juda yaxshi rezultat bo'ldi. Zapusk formatidan foydalanib, ikkita zapuskimizda почти что $10 million sotuv qildik-da. Shundan keyin bitta fikr kelyapti menga, dedim, agentstvamizda biz zapusk qo'shimcha kompaniya ola oladigan bo'lsak, bitta kompaniya ola olamiz. Bu qaysidir ma'noda cheklangan imkoniyat. Lekin menda уже ishlayotgan agentство modeli bor. Buni men shunchaki copy paste qilish orqali, yangi komanda jamlash orqali boshqa qurilish kompaniyalariga marketing va sotuv bo'limlarini tartiblashtirib berish taklif qilmoqchiman dedim-da. Shabozga zo'r insight aytdilar, ular Merakida xuddi shu ish qilib kelishadi-ku. Abdulloh dedilar, hamma agentstvada, hamma biznesda to'lanadigan pullar va ko'riladigan boshqaruv bir xil dotdilar. Ya'ni qurilishda pul ko'p deb o'ylashingiz mumkin dotdilar. Comfort class yokida biznesdan past bo'lgan hamma klasslarda dotdi, biznes egasi hali ham tayyor emas marketing uchun, komandasi uchun yaxshi pul ajratishga dotdilar. Lekin eng qizig'i dotdilar, sizning komandangiz masalan o'sha kompaniyaga bir oyda o'nlab insonlar sotuvni oshirish uchun qanchalab instrumentlarni ishlatadi va bu uchun $3000-$5000 to'lashga qiynalishadi. Lekin qaysidir bitta bloger kelib 1 soat rasxodda $100 ham chiqmaydigan ishi uchun $2000-$3000 to'lashga tayyor dotdi. O'sha uchun bu yoqda bozorni o'zgartirish yoki nimadir velikolepniy narsa o'ylab topish o'rniga lutchi media loyiha qilish tavsiya qilaman dedilar-da. Xuddi shunaqa boya aytganingizdagi ko'plab tadbirkorlar xodim resursi uchun ko'p pul ajratishga tayyor emas ekan hali. Даже men bu narsani boshqalardan ham eshitdim, mana hozir siz ham fikringiz kelib bo'ladi. Ta'limda ham xuddi shunaqa ekan. Ya'ni ma'lum bir o'sha xususiy maktabga определённый summani, belgilangan summani to'lash juda qimmatli qiladi, lekin kelgan mashinasi tam $60,000-$70,000 yoki $100,000 bo'lgan mashina bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa keyslar bo'lganmi o'zi? Ota-onalar bilan ko'proq ishlaysizlar. Bunaqa holatda ularning reaksiyasi qanaqa ota-onalar? Bor unaqa ota-onalar. Endi bu bozor endi shakllanyapti-da. Mana hozir bunga sabab ham bozordagi raqobat oshishi orqali ko'p yangi kirib kelayotgan raqobatchilarni demping usulidan foydalanish. Narx tushirib kirishyapti. Narx tushib kiryapti-da. Misol uchun deylik, hamma yangi, bozorda hamma yangi, lekin raqobatni yutish uchun ular narxni tushiryapti. Lekin o'zi ham bilib turibdiki, yoki biladi yoki bilmaydi, hisobini olmagan, u narxga unaqa uslubiy berib bo'lmaydi. Chunki hamma yangi bo'lganligi uchun bozordagi produkt taklif bir xil. Hamma ingliz tili o'rgatadi, hamma matematika o'rgatadi, hamma robototexnika bor. Yoki o'sha qo'shimcha bitta til bor, sport bor. Va katta ehtimol bilan maktabga masalan remonti ham farq qilmaydi unaqa kattada. Ota-ona kelyapti, 10 ta yangi ochilgan maktab. Bittasi 4 million deydi, bittasi 3 million, bittasi 2,5 million deydi. Ota-ona qaysiga boradi? Boradi, arzon bo'lganligi uchun birinchi marta beryapti, to'g'rimi? 2,5 millionligi beradi. 2,5 millionlik bolani olyapti va va'da qilgan narsasini unaqa summaga bera olmaydi. Chunki joyi ijarada boshqa masalalar. Ota-ona 5 oydir, 6 oydir, 1 yildir o'qitadi-da, bolasida o'zgarish sezmaydi, boshqa bo'ladi. Keyin kelib turib, "Ha" deydi, "Bu demak sal bu bekordan arzon emas ekan bu. Sal qimmatroqga berishim kerak ekan" deydi, lekin aqlli bo'ladi.
xuddi shunaqa jarayon bu narsa bor. Ya'ni ota-onalar bir xillarki, qimmat ekan, palon joyda mana bunaqa narxga beryapti-ku deydi. Yo sizlar brend bo'lganlaringiz uchun qimmatmi? Biz aytamiz, yo'q, biz brend, biz nima uchun brend? Nima uchun brend? Chunki biz aytgan narsamizni bajara olganligimiz uchun brend. Siz hozir borib turib boshqasiga berasiz, bu bolani ta'limi, bu uni ruhiyati bilan bog'liqda. Masalan, deylik siz 1 yil qayerdadir o'sha 1 yil umringizni o'tkazib yuborishingiz bola uchun juda katta muddatda bu. Ko'p narsa o'rganish mumkin-da o'sha 1 yil ichida hamda. Shuni aytamanki, o'sha to'g'ri qimmat mashinalarda yoki o'sha chet ellarda qimmat kiyimlarda kerak bo'lsa bitta kiyimini o'zi masalan 1000-2000 dollar turadigan ota-onalar ba'zida ta'limga investitsiya qilishdan o'sha sal anaqa qilishadi. Nimaga? Chunki bozorda baribir surishtiradi-da hamma. Tushuningizmi? Bu yerda bunaqa ekan, bu yerda bunaqa ekan deydi. Shuning uchun ham imina maktab bozori sekin-sekinlik bilan o'sha mijozli, aqlli bo'lib boryapti, ya'ni. Borib sinab ko'rib, sal tili kuyib, keyin yo'q, undan ko'ra men bunga berganim yaxshi ekan degan bir fikrga kelib qolyapti. Bizda ham bor. Menimcha hamma bozorda shunaqa bo'lsa kerak. O'zi ko'p joy boya aytgandek biznes keskin, doimiy rivojlanganligi uchun mijozlar ham xato qildi, bizneslar ham xato qildi. Shuning natijasida yangi muammoga yangi yechim taklif qila olganlar tezroq iloji boricha yutib keta olishyapti. Zo'r. Boya o'sha moliyaviy holat haqida qisqacha gaplashdik. Keling o'shanga chuqurroq kiradigan bo'lsak-da. Biznes egasi qanaqa darajada o'sishi kerakki, biznes misolida tushuntirdingiz, shuni shaxsga olib o'tamiz. Toki u bemalol inomarkalarda yurishi uchun, o'zi orzu qilgan narsalarni tozalab qila olishligi uchun, yaxshi sharoitda yashashligi uchun. Ya'ni bu oylik topadigan daromadiga bog'langanmi, biznesini operatsion holatiga bog'langanmi yoki qanaqadir показатель bormi? Mana shunga chiqqanidan keyin bemalol bu yoqqa qo'rqmasdan o'zingiz orzu qilgan rasxodlarni qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zi uchun. Chunki o'sha boshqa podkastlarda ham sizga aytishgan, ham 350 mingga mashina olish bilan birga sizda variant turgan, bunga birorta boshqa filial ochish variantida. Ya'ni bu filial aktiv sifatida pul keltiradigan vaziyatda. Mana shu mendagi savol. Qarang, bu har bitta odamni masalan maqsadlari, orzulari, uni shaxsiy yo'nalishida, shaxsiy missiyasida kimdir aytishi mumkindir. Menga 300 ming dollarga mashina kerak emas, chunki 300 ming dollarlik mashina ham, 30 ming dollarlik mashina ham shu bir xil joyga olib boradi. Komfortda ham unaqa katta farq qilmaydi. Misol uchun kimdir uchundir bu xarajat rostdan. Kimdir maqsadi bo'ladi, orzusi bo'ladi. Misol uchun mana shunaqa narsaga men olmoqchiman deydi. Harakat qilaman shu narsaga deydi. Menda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Ya'ni bu shunchaki menda maqsad, men shu chunki men mashina haydashni bilmaganman-da butun umrim davomida va qiziqmaganman ham eng qizig'i. Va o'sha 2021-yil men mashina haydashni o'rganayotgan paytimda eng zo'r mashina qaysi degan savol berganman O'zbekistonda. Ya'ni eng zo'ri bo'lishga, birinchi bo'lishga intilganman. Davot Gelendwagen hamma xohlaydi. Minivan ko'rmaganman. Misol uchun Davot bilaman, hamma zo'r deb aytadi, haqiqatda zo'r mashina. Bo'ldi deganman, o'zimga maqsad qilganman. O'sha kim meni Drujbadagi ofisimga borgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, o'sha yerda uni rasmi turganman 1,5 yil. Hattoki o'sha men Instagramlarimda ham orada qo'yib turardi, podpischiklarim bilardi shu maqsadim borligini. U kimnidir bir hayratga solish uchun bo'lmagan, boshqa uchun bo'lmagan, maqsadim bo'lgan, shunaqa olish uchun ham agar kimnidir maqsadi bo'lsa, o'ziga qo'ysin maqsad. Misol uchun men shu Gelendwagen olishim uchun qancha pul to'plashim kerak? Menimcha oylik daromadim hozir qancha menimcha. Davaychi men palon bir muddat pul yig'aman va shuni olaman. Misol uchun deb maqsad qo'yishim mumkin. U yana aytaman, vaqti, nima olishi, nima qo'yishi, kimdir aytishi mumkindir. Men deylik o'sha 10 ming dollar topgunimgacha biznesimni ko'taraman-da, menga kerak emas u yog'iga. Men safar qilaman, shuni o'zi menga masalan yetadi deyishim mumkin. Yoki bitta kvartira, bitta mashina oldim bo'ldi. O'zicha men bunaqa narsa, men sizga ham o'shani aytdim, men hozir kakras obunachilarimiz ham yoki bir ko'rayotganlarga menimcha manfaatli bo'ladi. Hayotda odam o'zini mana bu missiya deb aytamiz. Shu missiya nima? Mana juda siyqas chiqqanti ham, lekin missiya nima? Mana siz baxtli yashashingiz uchun sizga ko'p narsa kerak emas. Masalan, sizning hayotingizdagi juda ko'plab sizni orzu-havasingiz yoki sizni ota-onangizni siz orqali qiladigan orzu-havaslari qaysidir bir odam uchun, masalan, chet ellik odam uchun kulgili eshitiladi. Tushundingizmi? Nimaga? U chunki sizning orzu-havaslaringiz, maqsadlaringiz bu sizni o'sha jamiyatdan olgan bir
ta'siringiz doirasida shakllanadi-da bu narsa. Misol uchun qimmat mashina olish, katta to'y qilish yoki o'zingiz qarz bo'lib turib kimgadir yedirib ichirish to'yda bu ahmoqgarchilik o'zimda o'ylab qarasa. Endi qarang, siz o'zingizga savol bering. Men hayotda maqsadim, missiyam nima? Misol uchun odam baxtli yashash uchun men o'ylayman bitta uyi bo'lsa, bitta mashinasi bo'lsa va oyiga qanchadir o'ziga yetadigan, xarajatlariga yetadigan va orttirishga yetadigan puli bo'lsa va uni rezervda puli bo'lsa. Rezervda shunaqa puli borki, ertaga kutilmagan holatlar uchun. Kasal bo'lib qolishi bor, boshqa holatlar bor. Shu holatlardan chiqib ketish uchun qanday rezervda puli bo'lsa bo'ldi. Kerak emas, lekin hamma nimagadir Elon Musk bo'lmoqchi, hamma nimagadir milliarder bo'lmoqchi yoki Mark Zuckerberg bo'lmoqchi, misol uchun. Savolda nimaga? Nimaga degan savolda, agar to'g'ri, agar sizni qanaqadir bitta g'oyaviy missiyangiz bo'lsa, masalan, g'oyangiz bor, siz bilmayman, dunyoda qanaqadir o'zgarish qilmoqchisiz. O'sha g'oyani hayotga keltirish sizga tinchlik bermayapti. Chunki sizga mashina yoki pul yoki safar qilish, qimmat kiyimlar sizga u narsa kayf bermayapti o'sha. Chunki sizda qanaqadir g'oyangiz bor, katta g'oya va siz o'sha g'oyaga umringizni bag'ishlashga tayyorsiz, ya'ni o'zingizni qurbon qilishga tayyorsiz. Ertaga qiynalasizmi, bosim bo'ladimi, stress bo'ladimi, oilangizga vaqtingiz bo'lmaydimi, shaxsiy hayotingiz balki bo'lmas, lekin o'sha g'oya, siz ijodkorsiz. Men o'sha Mark Zuckerbergni ham, Elon Muskni ham, Jeff Bezosni ham yoki o'zimizdan deylik Zafar Hoshimovni ham ijodkor odamlar deb bilaman. Ular qanaqadir bitta g'oyasi bor katta. Shu g'oyani dunyoga keltirish uchun ular yashaydi va shu narsadan ular rohat oladi. Xuddi shunaqa sizda shunaqa g'oya bo'lmaydigan bo'lsa, sizlardan iltimos havas qilmaylik u narsaga. Chunki u qiyin bo'ladi. Borgan sari qiyinlashib boradi. Chunki sizda g'oyaviy maqsad bo'lmagandan keyin siz nima qilasiz ertaga? Sizda charchash yoki ma'lum bir etapga borgandan keyin nimaga menda bunaqa bo'lyapti, nimaga o'zi buni qilishim kerak degan savollar tug'ilishni boshlaydi. Yarim yo'lda baribir ham tashlab ketiladi bu narsani. Shuning uchun ham maqsadni qo'yib oling. Masalan, sizga nima kerak? Daftaringizga yozing. Bo'ldi, o'shanga erishdingizmi? Hayotingizda o'sha oilangizga, farzandingizga, safarga, hayotdan nima zavq olib yashashga qarating deb aytgan bo'lardim. Raqobatga ham qaramang. Jamiyatdagi bosimga ham qaramang. Misol uchun yoki yana bitta joyi bor. Misol uchun kerak bo'lsa, ota-onangizni siz orqali qiladigan orzu-havaslari bo'lsa, kerak bo'lsa shu masalan qanaqadir bir ma'nosiz yoki keraksiz bo'lsa, bir katta inson sifatida, bir yetuk inson sifatida borib tushuntirsizchi, ota-ona ham tushunadi. Bizning shaxsiy fikrimizni o'zimiz bir qattiq tura olmaganligimiz uchun biz tushuntirib bera olmaymiz. Men mana ko'p holatlarda masalan uydagilarga borib aytaman, ona, dada, mamlaqa narsa, bu narsa to'g'ri o'zini joyi bordir, lekin keraksiz xarajat hisoblanadi. Yoki mamlaqa, biz mamlaqa yashashimiz kerak degan bir o'zimning pozitsiyam bor-da. Shu pozitsiyangizni qo'yib oling. O'shanda men o'ylaymanki, baxtliroq bo'lasiz. Mana shu oxirgi aytib o'tgan temangiz juda bir muhimda. Chunki siz endi maktab sferasi bo'lganligi uchun ota-onalar bilan, o'quvchilar bilan, undan tashqari xodimlar ham bor. Ular bilan gaplashasiz. Menda asosan xodimlar bilan bo'lganligi uchun xodimlarda aynan ota-onalar singdirgan ko'plab muammolar bor-da. Ya'ni ular farzandi instrument, qaysiki ota-onasi xohlagan narsani hal qilib berish kerak bo'lgan. Bu degani endi aytmoqchi emasmiz, конечно, ota-onalarni umuman e'tiborga olmanglar, ehtiyojlarini hisobga olmanglar deyilmoqchi emas. Bu prosta ongli qaror qabul qilinishi. Oddiy menda yaqinda bo'lgan holat, komandamizdagi bitta bola aytdi, "Men maqsading nima? Mana shu yil qilishing kerak bo'lgan. Uylanmoqchiman. Bo'ldi, uylanish uchun qancha pul kerak? 20 ming. Nima qilmoqsan buncha pulga? Men o'zim buncha ishlatmaganman to'yimga davoman deb. Yo'q deyapti, biz uyni remont qilishimiz kerak, men bu narsalarni hal qilishimiz kerak, keyin vot to'yman bo'ladi. Endi qanchalik realistik sen hozir 20 ming topib olishing? Ehtimoli juda ham kam. Xo'p, deylik topding, 20 ming to'yinga ishlatding. Keyin to'ydan ertasi kunidan boshlab sen rasxodlaring qayerdan yopib boshlaysan? Javob yo'q. Ama aytdim, endi qara, ikkinchi variant senga. 20 ming emas, 10 mingga prosta mana texnika, kamera, mikrofon, boshqa texnikalarni olib arendaga berishni boshlasang, 10 mingiga borani to'y qilgin. Ertasi kundan hatto o'ylamaysan keladigan pulni. Agar shunaqa qiladigan bo'lsang-chi, yo'q endi nima, uyni remont qila olmaymiz deydi otda. Aytdim, sen uyingda qancha kun yashaysan to'ydan keyin? Viloyat haqida gapiryapti deydi. U Toshkentda ishlaydi. Bilmayman, lekin bir yilda borib turamiz-ku uyga deyapti.
Toshkentda yashaysan-ku baribir degan narsa bor. Ya'ni aslida kerak bo'lmagan narsalarga rasxodlarni ko'paytirib yuborilishi bu yerda ham bo'ladi. Shunaqa 100%. U 100% men gapingizga qo'shilaman. Misol uchun anaqa aytaman, mani to'yim Hiltonda bo'lganda. Adashmasam $35,000 pul ketgan mani to'yimga. Men afsuslanaman o'shandan, chunki mana Hiltonda bo'lgan hech kim eslamaydi ham, bilmaydi ham o'ylab qarasa-da. Mana hozir bunda. Lekin o'shanda men o'ylayman eng katta juda ko'p xarajat qilganman. Lekin o'sha pulga o'shanda bir xonali kvartira berardi. Masalan, $25,000 ga bir xonali kvartira berardi. Ham borib turib $25,000 ga bitta bir xonali kvartira olganimda 45 kvadratli, bugun uni narxi 55,000 bo'lgan bo'lardi. Kamida. Tushundingizmi? Lekin umuman keraksiz xarajat bo'lgan. Ya'ni to'g'ri endi uydagilarning orzu havasi, birinchi to'y, qiz tomon ham bu tomon ham birinchi to'yni qilyapti, kattaroq bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak degan maqsadda qilingan. Lekin bugungi kunda mana o'sha narsaning ahamiyatini yo'qotdi-da. Xuddi shunaqa narsa, masalan, ko'p yoshlarda ham masalan bo'lyapti-da, ya'ni o'zingizni fikringiz bilan yashang. Masalan, siz uchun nima to'g'ri? Jamiyatni esdan chiqaring. Jamiyat ertaga qoqilib qolganingizda sizni gapiradigan odamlar 50% indamaydi, 50% xursand bo'ladi. To'g'ri. Siz qoqilganingizdan-da. Shuning uchun ham hech kimni birinchidan yana men aytaman, hayron qoldirishga, uni bir impress deymiz, qanaqa bo'ladi endi bir ta'sirlantirishga, masalan, shunaqa harakat qilmang u narsaga. U keraksiz xarajat, o'zingizni yo'lingiz, o'zingizni bir nima deydi, hayotda qarashlaringiz, missiyangiz bo'lishi kerak, o'sha bilan yuring. O'shanda baxtli bo'ladi odam. Hozir baribir nima deydi, mana biz shuncha ishlaymiz, harakat qilamiz, oila quramiz, nima uchun? Baxtli bo'lish uchun, o'zimizni yaxshi his qilish uchun-da, o'zimizdan keyin zurriyot qoldirib, nima, hammasi bu odam bir hayotga keldim, nimadir qoldirib ketay o'zimdan, deydi, to'g'rimi? Hayotga keldim, deydi, mani dunyoga keltirgan ota-onam deydi, ertaga qaragan chog'ida ularga qarashim kerak degan bir fikri bor edi. Bu ham 100% to'g'ri fikr. Yoki bir ertaga oila quradi, bitta oilani qizini oldida, uni baxtli qilish kerak-da. Uni xarajati bor, boshqasi bor. Ertaga farzandi tug'iladi. U farzandi endi tug'ildi, o'zidan o'zi tug'ilmadi-ku, to'g'rimi? Endi uni o'sha nima deydi, bir 18 yoshgacha uni o'qitib, boshqa qilib, kiyintirib, yedirib, bir jamiyat kerakli insonni tarbiyalab berish kerak-da. Bizlar masalan hayvondan farqimiz bor-ku, masalan bolani tug'dingiz, tashladingiz, ketdingizmi, uni tarbiya qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bunga nima kerak? Bunga mablag' kerak. Demak, mablag' bizani asosiy baxtli qiladigan narsa emas ekan. Mablag' bizga o'sha pulimizni bo'lishi bu instrument, bu resurs ekan sizga. Super. Ya'ni baxtli yashashingiz uchun-da. Shu narsalar, ya'ni odatda biz mana shoshilamiz yoki qarorlarimizni kimgadir qarab hal qilib qo'yamiz-da. Men aytamanki, look at the bigger picture, ya'ni kattaroq kartinaga qara. Men 5 yildan keyin qayerda bo'laman, 10 yildan keyin qayerda bo'laman, oila quraman, oila qurishda o'zi ma'nosi nima? Misol uchun men o'sha oila qurishimdan oldin Baxtiyor oila kitobini o'qib chiqqanman, misol uchun. Ya'ni oila o'zi nima? Ayollar sizdagi haqqi, sizning ayolingizdagi haqqingiz. Misol uchun farzand, ota-ona va hamma narsani odam birinchi bilib ko'rib, keyin bu narsaga qadam bosish kerak-edi. Faqat to'y qildim, anaqa to'y berdim, uyimni remont qildim, bo'ldi, men ertadan boshlab oilaliman emas. O'zi ertaga oilali bo'lgandan keyin nima munosabatda bo'lishim kerak? Ertaga farzandim tug'ilgandan keyin qanaqa munosabatda bo'laman? Misol uchun uni qayerda o'qitaman, nimaga yo'naltiraman? Men shunaqa tanishim bor. Shu bolasi tug'ilishidan oldin aynan o'sha bola bo'yicha kitoblar o'qib, uni psixologiyasi bo'yicha, uxlatish bo'yicha, qarash bo'yicha, uni pitaniyasi bo'yicha o'qiydi-da, biz fikr almashib turamiz. Ya'ni shunaqa bo'lish kerak, shunaqa darajada bo'lish kerak. O'shanda sizni ilmingiz bo'lsa, siz qaramaysiz odamlarga, ular xato fikrlayapti deysiz. Ilm bo'lmasa, misol uchun bir o'sha yo'nalish bo'yicha bir uni tajriba bo'lmasa, odam keyin bu nima qilyapti deydi, atrofdagi qarab ko'radi. O'shanda u jamiyatni bir anaqasiga bosimga tushib qoladi. To'g'ri. Bu o'zi ancha baribir bizdagi ancha og'riqli tema. Tushgan sari menimcha tubi ko'rinmasa kerak. Вот umumiy mavzuga, biznesga aloqador, shaxsiyatga aloqador qismga qaytadigan bo'lsak, hozir gaplashayotganlarimizning ko'pisini biz siz bilan deylik 4-5 yil ko'rishmasdan oxirgi haftalarda ko'rishib, gaplashib boshlagan bo'lsak ham, qaysidir ma'noda umumiy men siz hayotingizda, siz qisman men hayotimda nimalar bo'layotganligini, kartinalarni bilib turganmiz va bu ijtimoiy tarmoqlar orqali.
Blog shaxsiy brend temasiga ozgina kiradigan bo'lsak, shaxsiy brendini rivojlantiradigan ta'lim sektoridagi kamyob insonlardan bittasi deb bilaman sizni. Masalan, ta'lim sektorida hozir yaxshi shaxsiy brend qurgan inson deb 10 ta odamni sanash qiyin. Ya'ni o'zini o'quv markazi bo'lishi mumkin, universiteti bor insonlar orasida. Shaxsiy brendingizni qilinishi, qurilishi umumiy biznesni rivojiga qanaqa ta'sirlari bo'ldi? Shu haqida gaplashsak. Shaxsiy brend qanaqa? Masalan, biznesga ta'siri ishonch birinchi navbatda. Biz ko'proq biznes deganda masalan ko'proq xaridorlarni yoki bir tovarni tushunamizda. Lekin biznes deganda biznesingizni siz xaridorlarga upakovka qilasiz. Xodimlar uchun ham upakovka qilishingiz kerak va investorlar uchun ham upakovka qilishingiz kerak-da. Bu aynan o'sha shaxsiy brend meni yo'nalishim deydi. Men o'zim dars bermayman-ku hozir. Ko'proq nima deydi mana hamkorlar uchun yoki xodimlar uchun yoki ota-onalar uchun deydigan bo'lsak ham stabilnost, ya'ni shu odam aniq odam, bor odam. Tushundingizmi? Ertaga masalan qayerda mana bo'lib qoladi, maktabda nimadir muammolar bo'lsa, o'quvchilar, ota-onalar yoki xodimlar menga yozishadi. Misol uchun, men o'shani ko'rib, muammolarni hal qilib, ularga aloqaga chiqib, "Bo'l, muammongizni hal qilib beramiz" deyman. Bu ham ishonch. Ya'ni sizni brendingizga bo'lgan ishonch kuchayadi. To'g'ri, buni o'ziga yarasha mas'uliyatlari ham bor. Misol uchun, deylik, ertaga siz tomoningizdan qanaqadir bir holatda bo'lishi, bir negativ holat bo'lishi biznesga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu uchun ham demak siz nima qilishingiz kerak? O'sha ikki karra mas'uliyat sizda ko'proq bo'ladi. Masalan, kerak bo'lsa ba'zi bir joylar bo'ladi. Odam anaqada, masalan, baribir o'sha tanilganingizdan keyin sizni o'sha atrofingizdagi odamlar ko'proq tanqid ostiga oladi deymizmi yoki o'sha kimnidir o'sha nazarida bo'lishni boshlaganingizdan keyin oddiygina ko'chada yurishingiz yoki bir aylanishingiz yoki bir qaysidir joyga borish ham sizga ta'sir qilib qoladi. Mana bu odam ekan, mana bunaqa qilib yurgan ekan, bunaqa qilib yurgan ekan degan narsa bo'ladi-da. Buni ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor-da. Ya'ni shaxsiy brend qurayotganlar hozir buni o'ylamayapti-da. Meni taniydi deb anaqa qiladi, boshqa qiladi, lekin mana shunaqa blogerlarni bilan boshqalar bilan yura olmaydi-da. Misol uchun kepka taqib, shapka taqib, chet elga chiqqanda ham boshqa, ya'ni dam ola olmaydi ular. O'ziga yarasha boshqa qilib, xohlagan joyiga bora olmaydi, boshqa qila olmaydi. Ya'ni bu tomonlari ham bor-da. Ya'ni sizga tushadigan nazar, bu baribir sizga ertaga bosim beradi. To'g'ri. Bu tomonni ham o'zingiz uchun hisoblashingiz kerak-da. Chunki ertaga bitta qiladigan qaltis holat demak to'g'ridan-to'g'ri siz biznesingizga ta'sir qiladi. Lekin yaxshi tomoni ko'p, yomon tomoni desa, yaxshi tomoni ko'p. Kerak, vaqt ajratish kerak, qilish kerak. Va bugungi kunda shaxsiy brend, men o'ylayman, shaxsiy brendi bo'lmagan bizneslar qiynaladi. Mana bir muddat. To'g'ri, buni ham umri uzoq emas, chunki butun umr, butun davr davomida odamlar shaxsiy brendga qaramaydi. Xuddi shu. Hozir shunaqa paytki, hozir shunaqa momentki, har bitta biznesda ko'plab biznes deydi, ko'plab biznes shaxsiy brend kerak. Bu instrument orqali foydalanib yangi etapga chiqara olish mumkin biznes. Xuddi shunaqa. Qanaqa u qurilishi yokida strategiyasida nimalarga e'tibor qilinishi kerakki, u biznesga salbiydan ko'ra ko'proq ijobiy ta'siri, impakti ko'proq bo'lishligi uchun. Men to'g'risi men shaxsiy brend bo'yicha ekspert emasman. Yo'q, bu ekspert misolda emas mana. Siz o'zingizdagi qurilayotgan, o'zingizda qilingan ishlar misolida nazarda tutaman. Endi men qanaqa, men odatda ko'p test qilishni yaxshi ko'raman. Kiraman, qanaqadir narsalar qo'yaman, anaqa qilaman. Ko'pchilik meni masalan anaqa shaxsiy brendimni qaysidir odam yoki qaysidir bitta kompaniya qiladi deb o'ylaydi. Yo'q, men o'zim qilaman o'sha. Har bitta ideyasi bo'lsin, syomkasi bo'lsin, bolalar, ideyasi bolalar bunaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. O'zim yaxshi ko'raman u narsani. Qanaqa qurilish kerak desa, aynan bitta nima deydi, boshqalardan farqlanib turadigan bitta xislat bilan olib chiqishingiz kerak. Bu eng oson tanilish yo'li, masalan, odamlar eslab qolishi uchun qanaqadir gap, obraz, misol uchun yoki men o'ylayman, qanaqadir bitta unikal produktdir. Masalan, stil. Qanaqadir qo'shiqlar, mana blogerlarni bilaman, o'sha qo'shiqni eshitsam, o'sha odam esim kelaveradi-da. Ya'ni nimadir bo'lishi kerak, bitta ilmoq, o'sha narsa odamlarga ta'sir ko'rsatib, sizni eslatib turish kerak. Bu gapirish stilingiz bo'lishi mumkin, ohangingiz bo'lishi mumkin. Bu o'sha men boshida tanilganim, bu o'sha ochkema bo'lishi va Garri Potterga o'xshaganligim bor. Shu Garri Potterga o'xsharkan deb, hozir qayerga borsam bittada meni aytishadi, Garri Potterga o'xsharkansiz deb. Ya'ni eslab qolish menda oson bo'lgan va meni anonim Garri Tomson bo'lgani hisobiga assotsiatsiya
kuchli bo'lgan ya'ni. Sizni obrazingizda shu narsa nima? Shuni tanlab oling. Misol uchun men kecha bitta o'qituvchini ko'rib qoldim. Sardor Teacher degan o'qituvchi ekan. O'zlariga podpiska tashladi, matematika o'qituvchi. Chiqib qoldilar. Birinchi marta ko'rdim. 330 mingta podpischalari bor ekan. Bolalar bilan samimiy gaplashib, profillariga ko'rsam, qiyomatli teacher deb yozib qo'yilgan edi, misol uchun. Asosiysi menda qolib ketdi. Masalan, bolalarga ham shogird deb o'zlarining stillari bor. Matematika o'qituvchilik ko'p chiqdi menda. Misol kecha anaqa qilib Reels'dan qarab o'tirsam, aynan o'sha o'qituvchining e'tiborimni tortdi. Nimaga? Chunki o'zini qanaqadir boshqalardan farq qilib turadigan bir jihati bor-da, shu jihati bilan men uni eslab qoldim odam. Xuddi shunaqa jihat sizda nima? Uni topishingiz uchun siz nima qilishingiz kerak? U uchun video qo'yishingiz kerak, u uchun kontent qilishingiz kerak. Nima videoz uchdi, qaysi video uchmadi, analiz qilishingiz kerak. O'shanda siz to'g'ri yo'lni topishingiz oson bo'ladi. Topa olasiz yoki qurasiz o'zingiz. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim. Men o'zimda shunaqa bo'lganligi uchun shunaqa deb o'ylayman va mana ko'p narsaki siz oddiy hayotda boshqachasiz, Instagramda boshqacha emas. Qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rsating. Bunaqa masalan bu yerda boshqacha bo'lsangiz qiynalasiz o'zingiz, chunki boshqacha tutishingiz kerak-da, kamera yo'q. Samimiy bo'ling. Masalan o'sha Sardor Teacherni ham ko'rdim, men o'ylayman juda samimiy inson, chunki shu bolalarga yaxshi javob bersa, anaqa pulda tarqatib, boshqa qilib, gaplashib. Chunki samimiylikni yaxshi ko'radi odam. Samimiy bo'lmagan narsani bitta bilasiz. To'g'ri. Zo'r. Haqiqatda bu mavzu trendga chiqqani hisobiga hammada har xil juda qarash bor. Men uchun, misol uchun, bu oxirgi suhbatimizda bu haqida gaplashmaganimiz uchun menga yangilik bo'ldi siz qarashlaringiz ham. Endi shaxsiyatga yana chuqurroq kiradigan bo'lsak, oxirgi vaqtlardagi men ko'rayotganim menda Reels'imda rekomendatsiyada chiqib qoldi. Shundan keyin bilib qoldim. Thompson Jangchi degan blogingiz bor ekan. U yerda ko'rdim tuxumni tayyorlanish usullari, qanaqa o'sha sportda ichayotgan proteinlar, boshqa hamma narsasi haqida ma'lumot berayotgan ekansiz. Aktivniy adashmasam 4-5 oydan beri shug'ullanib kelyapsiz sport bilan. Bitta zo'r gap eshitgan edim men biznes haqida, biznesmenlar haqida. Biznesmenning ishi qanchalik yaxshi ketayotganini bilmoqchi bo'lsang, u sport zalga chiqyaptimi yo'qmi shunga qara degan gap bor edi-da. Nima qachondan boshlandi yoki nima sabab bo'ldi keskin sportga bunaqa challenge qilib, даже alohida akkauntlar ochib, sportga aloqador kontentlarni qo'yib borishingizga? O'zi oldindan sport bilan shug'ullanardim men. Aktiv shug'ullangansiz. Aktiv shug'ullanganman oldindan, o'sha kurash bilan, kickbox bilan, taekwondo bilan. Oldindan shug'ullanganman va oxirgi paytda tashlab qo'ydim. Va o'sha holsizlanish, ya'ni ishdagi bo'ladigan stresslar, shuni hisobiga ozgincha odam baribir cho'kib qoladi-da, ya'ni bu o'zi kayfiyatingizga ta'sir qilishni boshlaganda. Va o'shanda sportga chiqishga qaror qildim. O'sha Instagramda oxirgi paytlar o'sha bodybuilding deb aytamiz, ya'ni chiroyli qomatga ega bo'lish bir trendga kirdi, e'tibor bersangiz shu oxirgi 1-2 yilda. Va aynan shu yo'nalish bo'yicha o'sha trenerlar ham o'zini blogini ochib yurishni boshladi. Ahad aka o'sha Xudoyorov, men o'sha Instagramda ko'rib qoldim, rosa havas qildim o'zlarini bir sportga bo'lgan fikrlariga, boshqalariga. Keyin shu yo'llariga bordim. O'sha Davron aka Turdiyev bilan borganmiz, ikkalamizga kelishib. Shu borib ustoz, mana shu biz shu tadbirkorimiz, yoningizda shogird bo'lib tushmoqchimiz, o'rganmoqchimiz, shug'ullanmoqchimiz degan bir fikr bildirdik. Xo'p dedilar. O'shandan boshlandi bu narsa. O'tgan yil may oyida boshlaganman sport bilan. 24. O'sha juda ham bir regular deb aytamiz, odat tusiga kirib, bir haftada 3 marta, 4 marta mana shu may oyida 1 yil bo'ladi. 1 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu tanadan tashqari odam o'zini o'zi yaxshi tanib olar ekanda zalda. Siz haqiqiy kimligingizni zalda bilasizda, ya'ni irodangiz qanchalik kuchli yoki qanchalik chidamlisiz, shu narsani bilishni boshlaysiz. Organizmingizni tushunishni boshlaysiz. Ya'ni borib turib oldin kechki payt ham shirinlik yegan paytlaringiz yoki borib turib fast food yegan paytlaringiz, u hammasi sizni organizmingizga qanaqa ta'sir qilishini bilishni boshlaysiz. Sport bilan shug'ullanmagan odam bu narsani bilmaydi, boradi, yeydi. Ya'ni tushunchasi yo'qda. Sport bilan shug'ullanganda shu narsalarni tushunishni boshladim men. Va aynan bir o'zingizni topishingizga ham yordam beradi-da, chunki juda ko'p narsa biznesda ham va sportda ham o'xshashligini tushundim men. Ya'ni siz muskullaringizni masalan og'irroq vesdan
yuqoriroq vesga sekin chidamliligini oshirasizda. Shu payti og'riydida muskul. Ya'ni og'rimasa, demak u o'smayapti. Chunki o'sha u yorilish kerak va unga kerakli ozuqa berganingiz o'sha bitib, demak sekin muskul bo'lib, chiroyli qomat bo'lishi kerak. Va uni ham o'zini ketma-ketligi bor. Qachondir dam berishingiz kerak, uxlashingiz kerak, har doim shug'ullanishingiz bo'lmaydi. Va xuddi shu formula, xuddi shu tendensiya, shu filosofiya deylik, shu biznesda ham. Ya'ni siz ertalabdan kechgacha miyangizga nagruska berib ishlashingiz bu to'g'ri emas. Ya'ni kerak paytda dam berishingiz kerak. Kerak paytda og'riqqa chiday olishingiz kerak. Va chidamli bo'lishingiz kerak. Masalan, qanaqadir bir muammoli vaziyat, stressli vaziyat bo'lsa, tosh ko'targaningizda ham mana kecha ham shug'ullangan bo'lsam, yoqmayapti borish. O'zi borishingiz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni siz uni anaqa nima deydi? Qilishingiz kerakligi uchun qilasiz. Xohlayotganingiz uchun emas. Men aytamanki, bolalarga aytaman, bolalar ham savol beradi, qanaqa shuncha ishingiz bor, boshqa bor. Yoqmagan payti ham bo'ladimi? Kayfiyatingiz yo'q, borib shug'ullangingiz kelmaydi, nima qilasiz deydi. Men aytaman, borib kayfiyatsiz shug'ullanaman. Tushundingizmi? Demak, biznesda ham xuddi shunaqada. Ya'ni har doim ham borib turib shu muammoni yechgingiz kelmaydi-da. Ya'ni xohishingiz yo'q. Chunki bu miyangiz bilan bog'liq. Miyangiz sizga yoqmaydigan narsalarni blok qiladi. O'zi miyani funksiyasi shuda. Shu funksiyani buzasiz siz. Ya'ni sizga yoqadigan emas, aslida kerak narsalarni qilishni boshlaysiz. Shuning uchun ham mana sport bilan shug'ullangan odamda irodasi kuchli bo'ladi deydi. Masalan, bir mas'uliyati kuchli bo'ladi, bu bor gap. Aynan shu narsa deydi 1 yil davomida menda yanada mustahkamlashdi. Shu keyin yana o'sha eng katta foydasi bu sog'liq bilan bog'liq bo'lgan. Anaqalar. Blok yurg'izish g'oyasi bu o'sha Ahad akadan bir taklif kelib tushdiki, Shahzod, mana hozir tanangni transformatsiya qilyapsan, ya'ni sen transformatsiya jarayonidasan. Ya'ni oldin sen aqlan kuchli eding, endi jismonan kuchli bo'lsan. Sen o'zingning profiling bor, o'sha noldan boshlab qanaqa qilib hozirgi darajagacha kelganingni muhrlab kelgansan. Sen tanangdagi bo'layotgan o'zgarishlarni ham fizически transformatsiya qilayotganingni ham muhrlab ketgan degan bir fikrni bildirdilar. O'shandan keyin qaror qildim, mayli, mutaxassis sifatida emas, shu yo'lda ketayotgan Ahad aka aytganlarda atlet sifatida, ya'ni ma'ni anonimda bu jangchi sifatida. Shuni so'ramoqchi edim, nimaga aynan jangchida? Demak, muhrlab borganman va jangchi so'zi qachon bu keldi? Bu ham bir filosofiya, mani filosofiyamki, hayotda biza hammamiz jangchimizda. Va bu jangchilar, masalan, uchun o'tmishda jangchilar bo'lgan, jang qilgan, chiqib vatani uchun, boshqa uchun, oilasi uchun jang qilgan. U jangchilar faqat o'tmishda emas, u jangchilar hozir ham bor. Hozir masalan siz o'sha sovut yoki bir qilich yoki shit qo'lingizga olmayapsiz, portfelingizga olyapsiz. Nima deydi, bir kiyimlaringizni kiyib ertalab uydan chiqib ketyapsizda va sizdan oilangiz g'olib bo'lib qaytishingizni kutadi. Tushundingizmi? Har kun ishda chiqib ketayotganingizda siz katta jangga otlandingizda va bu jangni yutib qaytishingiz kerak. Jangchi qanaqa? U och qolsa ham, u charchasa ham, u yarador bo'lsa ham, u g'oliblik uchun kurashadi. Tushundingizmi? Masalan, u o'lib ketaman deb jangga kirmaysiz, men g'olib bo'laman deb kirasizda. Shu jarayon sizga qiziq. Ya'ni o'sha yo'lgachada, ya'ni balkim o'lib ketarsiz, boshqa qilarsiz, lekin siz harakatdasizda. Xuddi shunaqa men qilgan narsaki, o'rningizda yotavermang. Yoki menga yoqmayapti deb aytmang. U erkak kishining tabiatida bo'lmasligi kerak. Siz jangchisiz. Sizga yoqadi, yoqmaydi. Ertaga mag'lub bo'lasiz yoki g'olib bo'lasiz, uni ham ahamiyati yo'q aslida. Jangchi uchun jang muhim. Masalan, shu uchun ham chiqib harakat qilishing kerak degan ma'noda bo'lgan. Shu uchun ham u profilimda ko'proq o'sha erkaklarga bo'lgan bir kontentlar yoki sog'lom turmush tarzi, intizom ko'proq, ya'ni o'sha muntazam yugurish yoki muntazam rejimda uxlash, to'g'ri ovqatlanish haqida kontentlarimni qo'yib boraman. O'zimga ham qiziq. Ya'ni boshlagan paytimdagi holatim, o'zimni tutishim, o'zimni transformatsiyam qanaqa kechdi shu paytgacha. Hozir qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. O'zimga ham qiziq bo'lganligi uchun blog sifatida yozaman. Zo'r. Men xursand bo'lganim, juda ko'pchilik mana o'sha blogimda ko'rib, menda bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib sport boshladi.
Shu orada podpischilar bilan gaplashib turaman. Juda ko'pchilik kommentariy yozadi yoki menga juda ko'pchilik menga kommentariy yozadi yoki SMS-dan yozishadi. Aka rahmat, men sizni ko'rib, intizomingizga qoyil qolib, qilsa bo'lar ekan. Mana shu odam shuncha biznesi bor. Mana nima bahonam bor degan bir fikrni men ham boshlab yubordim. Men bu ovqatlanishingiz boshqangiz qilsa bo'lar ekan degan menda tushuncha kelib qoldi. Yoki mana bu narsani menga osonroq yo'lini ko'rsatdingiz. Qiynalib yurdim deb aytadi. Shuni ko'rib men bir tomondan anaqa ham xursand bo'laman. Sportga targ'ib qilaman bolalarni. Ata qanaqadir biznesga aloqador bo'lgan ambitsiyali yo'q, shunchaki hobbi. Yo'q, o'tda endi paka yo'q menda. Balki bilmayman, hozir mana sentyabrda ochgan bo'lsam 13 mingga yaqinlashib qoldi. Tabiiy ravishda o'zi o'sib kelyapti. Hozir bilmayman. Hozir faqat blog sifatida hech qanaqa o'tda qanaqadir bir monetizatsiyasi haqida anaqam yo'q. Shunchaki o'zimni jarayonlarimni qo'yib borish transformatsiyam bo'ldi. Zo'r. Mana shaxsiy bitta yaxshi narsani tushuntirib ketdingiz. Sportni misolida men biznesga ham qaray olyapman. Nimada deydigan bo'lsa, har doim ham ishlash kerak emas, dam olish vaqtini ham bilish kerak. Lekin muskulim og'riyapti deb prosta to'xtatib qo'yish ham kerak emas. Ya'ni har xil nuqtadan qaraladi. Ya'ni sport bilan shug'ullanish ham biznesdagi mindsetni mustahkamlashga xizmat qilyapti. Endi mana shu mindsetni shakllanishida bu ham o'sha shaxsiyatni rivojlanishi uchun hissa qo'shyapti. Hobbilarning roli qanaqa? Siz shug'ullanadigan qo'shimcha qanaqadir yana odatlar yoki da hobbilar biznesdan, sportdan tashqari bormi? Xo'p. Hobbi masalasida, hobbi o'zi nimaga kerak? Hobbi bu sizni o'sha kreativligingizni ushlab turish uchun va chalg'ish uchun kerak bo'ladi. Chunki mana miyada shunaqa narsa borki, mana misol uchun biz o'sha sportda ma'lum bir muddat 2 oy, 3 oy biz juda ham bir qattiq правильный питание deymiz. O'shani qilayotgan paytimizda faqat qaynatilgan narsalar yeyman deb, men qo'rilgan narsalar yemayman, boshqa qilmayman. Shuni hisobiga organizm tozalanadi. Lekin bu organizmga, miyaga stress beradi. Ya'ni shakar yemayman, qo'rilgan narsa yemayman deb stress beradi miyaga. Va organizm vez tashlashdan to'xtab qoladi o'zi. Chunki miya отказ berishni boshlaydi. Biznesda ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni siz doimiy ravishda o'zingizni bosim ostida ishlashingiz yoki bir xillik sizni ijodkorligingizni o'ldirib qo'yadi. Chunki shu ijodkorlikni, kreativlikni rag'batlantirish uchun sizga qo'shimcha odatlar kerak. Ya'ni buni kimdir hobbi deydi, kimdir sport deydi, kimdir safar deydi, misol uchun. Men nima ish qilaman? Bu sport. Sport juda katta yordam beradi. Ya'ni stress zalda ketadi. Chunki qon aylanishida yaxshilanadi, testosteroningiz ko'tariladi, misol uchun. Va boshqa muhitda bo'lasiz. Siz zalda o'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz. O'ta hech kim yo'q. O'zingiz sizsiz bo'ldi. Yana zo'r tarafi buni mana shunda qo'shimcha qilib ketdik. Zaldagilar uchun уже qanaqadir biznesmen emassiz, уже. O'tdan shug'ullanish kerak. Hamma sizni ko'chadagi muvaffaqiyatlaringizga qarab emas, balki zaldagi shug'ullanishingizga qarab turib qo'shimcha xulosa chiqarib boshlaydi. Masalan, men uchun ahamiyati yo'q. Yo'q, bu noldan bo'lgani hisobiga yana ham ko'proq ochilishga imkoniyat yaratadi demoqchiman. Shunaqa. Kimdir safar qiladi. Masalan, men ham bir yilda kamida 3 marta, 4 marta safarga chiqaman. Bu biznes sayohat, oilaviy sayohat, jamoa bilan sayohatlar. Bu bor har xil, masalan, jamoaviy o'yinlar bor, misol uchun bu deylik futbol bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin, kerak bo'lsa qayerdadir shaxmat o'ynaymiz, qayerdadir masalan kompyuter o'yinlari o'ynaymiz. Bu nimaga? Bu yana aytaman, ijodkorligingizni bir so'ndirmaslik uchun, boshqacha aytganda sizda выгорание bo'lib qolmasligi uchun. Ya'ni bu burnout deydi, ya'ni o'chib qolish, ya'ni kuyib qolasiz-da o'sha. Energiyangiz bo'lmaydi. Aynan shu narsalar kerak sizga, rag'batlantirib turish uchun kerak. Va bu narsa biznesda nima foyda beradi desa, bu qayta yangi tug'ilganga o'xshab biznesga kelaverasiz-da. Shuning uchun men aytamanki, haftada bir marta baribir bunaqa holat bo'lishi kerak. Bu ko'proq shanbadir, yakshanbadir, masalan, sal o'zingizga erkinlik berib, misol uchun ishdan chalg'ishingiz kerak. Har haftada bir marta shunaqa kuningiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu sizga albatta dam beradi. Siz hafta davomida qattiq endi hozir ko'proq ishlash haqida gaplashyapmiz. Bu ertaga sizni so'ndirib qo'yadi. Shuning uchun ham balansda, muvozanatda bo'lish muhim. Muvozanat eng zo'r narsa. Ya'ni bitta narsadagi mukkasidan ketish yoki bitta g'oyani to'laqonli, to'g'ri deb o'ylash, bu
nima deydi, sizni anaqa qilib qo'yadi, radikal qilib qo'yadi-da. Kerak emas. Da. Moshmi? Men nimadir so'ramoqchi. Esladim, bo'ldi. Biznesda men oxirgi paytda o'zim e'tibor qilgan, ham qiynalayotgan, lekin o'sish nuqtasi bo'layotgan chast bu atrof muhitni doimiy o'zgartirishga to'g'ri kelishi. Nimaga qiynalayotgan deydigan bo'lsa, biz o'rgangan insonlarimizdan uzoqlashib, o'zimiz eng aqlsiz bo'lgan xonaga kirishimiz. Ya'ni xonadagi eng aqlli odam bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri joyda turibsan degan qoidaga men adashmasam 2019-yildan beri amal qilaman. Nimaga deydigan bo'lsa, ungacha men bu narsaga e'tibor qilmaganman, menga bu pozitsiya yoqqan bo'lgan. Lekin bitta yangi klubga qo'shilganimdan keyin eng ahmoq bo'lib, u yerdagi tepaga chiqqunimgacha bo'lgan davr keskin o'zgarishlarga ko'p bo'lib ketgan. O'shandan beri harakat qilaman bu narsani yangilashga. Sizda oxirgi mana shu rivojlanish yillarida bu qanaqa o'zgardi? Atrof muhit shakllantirishda nimalarga jiddiy e'tibor qaratasiz, чтобы men to'g'ri muhitdaman hozir deb aytish uchun. Endi to'g'ri muhitdaligingizni bilish uchun birinchi navbatda siz o'sha yil boshida qo'ygan maqsadlaringizga erishyapsizmi yo'qmi? Misol uchun, chunki menda qanaqaroq, men o'zimning missiyam bor, o'zimning yil boshida qo'ygan maqsadim bor, bo'ldi. Shu maqsadni qo'ydim. Shu maqsadda keyin 3 oyga bo'lib chiqaman, keyin har oylikka bo'laman, keyin har haftaligiga bo'laman-da. Bugun nima qilishim kerak? Чтобы 1 yildan keyin o'sha maqsadga borishim uchun bo'ldi. Shuni qo'yib olaman-da. Shunga kerak resurslarni u pul, vaqt, komanda, qanaqadir networking bo'lsin, nima menga kerak? Shuni olaman-da, shuni keyin rejalashtirishni boshlayman. Menda shunaqa ketadi bu narsa. Endi atrof muhit sizni kurugingiz bo'lishi mumkin. Masalan, kerakli shu maqsadga erishish yo'lida sizga kim kerak? O'sha odam bilan gaplashib, tanishib, misol jarayonda bo'lib ketaveradigan narsa u narsa. Ya'ni siz maqsadingiz tomon ketyapsizmi? Demak, o'sha maqsadingiz qancha katta bo'lsa, shu darajagacha sizga yordam beradigan o'sha bilimli, ilmli yoki bir jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lgan insonlar bilan tanishib ketaverasiz. Lekin aynan mana shu odam bilan borib tanishim kerak ekan. Nimaga tanishaman u bilan? Masalan, qanaqadir menda taklif bormi yoki qanaqadir bir loyiha bormi bilan kollaboratsiyada qilsa bo'ladigan, shuni o'ylayman ko'proq. Maqsadga bog'liq sepochka bo'lmaydigan bo'lsa, bu amalga oshirilmaydi. Kerak emas, chunki sizga nima kerak unaqa отношениyada. Endi masalan, ko'pchilik bilan tanish bilishimizda, masalan, men faqat kim bilandir tanishayotganimda u menga nima bera oladi deb o'ylamayman. Men ham unga nima bera olaman. Chunki men tomondan ham qanaqadir bitta loyiha qiladigan bo'lsak, yoki qanaqadir bitta ish bo'ladigan bo'lsa, men tomondan nima beriladi, u tomondan nima beriladi. Ya'ni u menga qanchalik foydali bo'la olsa, men ham unga shunchalik foydali bo'la olamanmi degan savolni beraman o'zim. Agar javobim bo'lsa, ha bo'lsa, nimadir bo'lsa, keyin borib turib qanaqadir bir nima deydi, bir networking qilishga harakat qilaman. Lekin o'sha siz aytganingizdek maqsadga olib boradigan sepochka bormi? O'zi siz xohlamasangiz, o'sha tanishib ketaverasiz. Misol uchun qidirasiz o'shanaqa odamlarni. To'g'ri. Bir tarafdan o'sha maqsad hisobiga qidirmaganingizda ham ba'zida yo'lingizdan chiqib qolaveradi. Suhbatlashgan vaqtingizda bog'liq tomonlar chiqib kelaveradi. Zo'r. Umuman o'zi bugun men gaplashishni o'ylagan, umumiy shaxsiyatimizga, shakllanishimizga, natijalarimizga ta'sir qiladigan mavzular shular edi, qisqacha qilib aytganda. Zo'r suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Ancha raznobraziya. Men sababi bu suhbatga o'zim ham alohida tayyorlandim. Tayyorlanishga yordam bergan narsa umumiy tanish bo'lganimiz va oradagi ancha katta vaqt. Orada ham ikkita joyda endi ko'chada ko'rishib qolganimizda ham bu uchrashuv tashkil qilish kerak deb yuruvdik. Oxirgi uchrashuv mana shu podkastimizga ham sabab bo'ldi. Rahmat kelganingiz uchun, suhbat uchun, umuman vaqt ajratganingiz uchun. Ancha foydali, manfaatli bo'ldi. Men o'zim ham suhbatimizdan olgan insaytlarni ko'p yaqinlarimga bo'lishyapman. O'sha shunaqa. Rahmat sizlarga ham. Menimcha boshqa o'sha podkastlarda, intervyuda berilmagan savollar berildi. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'laman. Rahmat kattakon.